20 ming dollar depoziting bo'lsa, 2 ming dollar topsang zo'r. 2000 dollar bo'lsa, Mana shunaqa. o'rganib, keyin rezultatga chiqasan desangiz, kim uni xohlaydi? Yoqadi unga. Ya'ni boya tushuntirganingizdek, siz o'sha arzonligida olasiz, ko'tarilishini kutasiz, sotasiz. Stop loss ursa 10 ming minusda chiqaman-da. 10 mingga ochsangiz o'zi pozitsiyani. Yo'q. Qarang-da. Mana shu joyini ko'p kishi tushunmaydi, o'shaning uchun trader bo'la olmaydi. 1% risk desa, 1% risk deydi, u stop lossi 1% bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Bir kunda misol uchun qanaqa risk menejment necha foiz? Yoki haftada. Masalan, 3 kunda bitta сделка topishim mumkin. Bitta сделкаga 10 ming yo'qotaman. Assalomu alaykum do'stlar. Bir muddat tanaffusdan keyin Tafakkur podkastimizning yangi mavsumiga xush kelibsiz. Bugungi mehmonimiz zamonaviy kasb egasi trader Nodirjon Dehqanov bo'ladilar. Assalomu alaykum Nodirjon, yaxshimisiz? Alaykum assalom, yaxshi rahmat. Qanaqa O'zbekiston havosiga o'rganib qoldilaringmi? Sekin o'rganyapmiz mana. Qancha bo'ldi kelganlaringga? 15 kun bo'ldi. Undan oldin? Undan oldin shu 3 yil bo'lmagan. 2,5 yil oldin Vatanda. vatanda bo'lmagandik. Mana keldik o'sha. Ukamni to'yi sabab bir kelib bo'lmasa yuraverardik yoqda. Yurganlar Ashe to'y sabab kelishadi. To'y sabab kelishursin. Qarang, sizni shu Uski krugda bizni oz podkastimizda ko'proq shu treyderlar ko'rsa kerak. Da? Endi tradingdan tashqarida bo'lgan odamlar uchun ham o'zingizni tanishtirib o'tsangiz, ozgina. Xo'p, men ismim Dehqanov Nodirjon. 4 yildan beri umuman trading bilan shug'ullanaman. Asosan ya'ni kriptovalyutalar bilan va spot yo'nalishida. 4 yil bo'lgan endi. 4 yildan ozgina oshdi. Mana eng katta ko'tarilgan paytlarni o'tkazib o'rgan ekansiz. Yo'q, u уже razano qilamiz. 18-17 yillarda. Undan keyin ham yaxshi bozor, yaxshi imkoniyatlar ham berdi, lekin u bozorlar o'tib ketdi, lekin o'sha hozir o'sha boshqa zamon. Shunaqa. Shu 4 yildan beri shug'ullanamiz. Ungacha Moskvada o'qiganman, Mishda. Zavodda ishlaganman, keyin shu zavoddan keyin tradingni topib, shu trading bilan shug'ullanishni boshlaganmiz. Va hozir to'liq, ya'ni bu sohaga o'tganmiz. Zavodda, qaysi zavodda ishlagansiz? Begovodda metal zavodda ishlaganman. Mana zavodda texnicheskiy politexnikada bitirgansiz, to'g'rimi? Moskvada. Keyin mana shu zavodda ishlab yurganda qayerdan eshitgansiz? Qanaqasiga kirgansiz? Shu o'zi tradingni topish ham ajoyib bo'lganda, o'zi bir tasodifiy voqealar bilan bo'lgan. Zavodda ishlardim. O'zi menga oldindan mana bunaqangi oylik ish, kimdir masalan xo'jayin bo'ladi-ku, masalan boshliq bo'ladi, kimdirni nimasi bilan ishlash o'zi tabiatimda yo'q narsa-da. Ya'ni birovga qandaydir birovning gapi bilan har doim men o'zim nima qilishga harakat qilardim. O'shanda ham nima deydi? Biz endi o'zi bizni yilda bilsangiz, hamma odamlar o'qish kerak, diplom kerak. Diplom uchun nima qiladi-yu? Biz mana shu o'qib, nima qilib institutga kirdik, zavod orqali institutga ketdik, kontrakt bo'lib, keyin yoqda o'sha fikrlar o'zgardi, boshqa bo'ldi. Keyin qaytib baribir zavodda ishlashimiz kerak bo'ldi. Kirdik endi baribir ham. Xo'p, zavodda ishga kirdim, boshqa qildim. O'zim uchun mana shunaqangi erkin soha qidirib yurardim o'zi aslida. Lekin yoqda bunaqa trading hayolimda yo'q edi. Bir kun ayolim bilan Turkiyaga boradigan bo'lib qoldik. Ozgina mazasi bo'lmagandi, o'sha sabab bir davolanamiz deb ham sayohat qilamiz deb 2021 adashmasam aprel oyi edi-da, 2021-aprel oyi ayolim bilan Turkiyaga bordik. Turkiyaga bordikda bir joyga joylashib, ular bir zavoddan bisadijani oldim 3 oyga. Adushe bir 3 oy maza qilib yurib, havoni almashtiraman deb borib, ishda yurib aylanib endi 3 oy bo'lgandan keyin o'zim uchun bir ishlar qidirib ko'rdim-da. Turkiyada qanaqadir bir ish bo'lsa agar nima qilaman deb. Xullas o'shda bitta aka bilan tanishdim. O'zi bir kuzatib yurardim bitta aka. Anaqangi ular asosan dizayn anaqangi u narsani o'zim ham tushunmayman uncha, anaqangi dizayn qanaqa nima deyiladi ana freelansda ishlardi. O'zlariga o'zlari ishlardi. Shunaqa, o'ziga ishlardi. Men
Keyin aytdim, aka dedim, mana shu o'zim ham ishlayman, kompyuterda tushunaman, xullas menga bir ish bo'lsa dedim, kiray bir ko'ring meni ham dedim, bir harakat qilaman desam, bu yoq dedi, yaqinda bitta soha boshladim dedi. Mana shu kriptoni aytdi keyin. Yo'q edi, mana shug'ullan dedim, mana kurslar bor dedi. O'zi tanish biz prosta ko'rib qoldim и bordim. Uni oldin salom alaykum qilmaganman, u tanimaydi ham. Prosta bordim. Shunaqa desam, "Ke" dedi, "ofisga" dedi, "mana bir qiziqib ko'r" dedi. Shundan keyin menga kriptoni aytdi. Trading degan soha bor, kriptovalyutalar. Mana shunaqa ishlash kerak. Spot, ya'ni riski kami, ancha xavfsizi, haloli ishlasang bo'ladi dedi. Shu bilan boshladik o'sha aka bilan. Boshladi shunda. Boshlanishi mana shunday bo'ldi. Turkiyada boshladik. Qanday boshladingiz? Misol uchun unga ham baribir boshlanishidan o'zi qanaqadir investitsiya kerak. Qanaqa summa bilan boshladingiz? Boshida biz u fokusni asosan o'rganishga qaratdik. Birinchi o'zimga maqsad qildim, где-то bir yil faqat o'rganaman bu sohani, bir so'm pul tiqmayman. Bir yil faqat o'rganaman, bir so'm tiqmayman dedim. Ani qilishni boshladim, o'rganishni boshladim. Esimda bor. Mana aka bor. Tanisa kerak, hamma Surxondaryolik adashmasam. O'zbekiston bo'yicha o'zi eng mashhur kripto bilan shug'ullanadigan treyder ham o'sha meni birinchi ustozim bo'ladi o'zi. Ustozim bo'ladi. O'sha aka kurs ochdi birinchi. Kurs ochganda esimda bor. $67 kursi. $67 Shuni akaga aytdim. Aka dedim, "Mana shu kursingizga qo'shilay" dedim. $30 pulim bor lekin dedim. Hayit bayramga o'zi skidka qilib $30 shu kursini oldim keyin. Keyin shu darsi bo'lardi. Endi boshida, ya'ni начальный texnicheskiy, ya'ni indikator, MACD, RSI, mana shunday masalan pattern, свечной pattern, chart pattern, mana shunaqangi boshlang'ich hamma bazani ya'ni shu kurs qilib o'rgatganda endi men uni полный ko'rib chiqdim. Ya'ni полный o'rganib ko'rib chiqdim. O'zimga qanaqadir bir xulosalar oldim, ya'ni bu soha haqida. Ya'ni bu sohani o'sha boshidan o'yladim. Ya'ni bu oson narsa emas. Masalan, mediada bu oson qilib ko'rsatilgani bilan, lekin oson narsa emas. Ya'ni buning uchun ozgina vaqt, o'rganilgandan keyin qilish kerak deb. Keyin o'zi yana kuchliroq narsani qildim. Ya'ni kuchliroq, ya'ni o'rganishim kerak deb turib, o'zi boshqa, ya'ni darslarda olishni boshladim. Endi hozir ko'p kishi kurs sotadi-ku, endi kurs sotish ham o'zi yomon ish emas-da. Agar sifatli bo'lsa, siz o'sha bilgan narsangizni to'g'ri tushuntirib bera olsangiz, baribir ham misol tradingni o'rganaman desangiz ham kimdandir o'rganishingiz kerak-da. Kimdir sizga bepulga nima kerak bor o'rgatibda, to'g'rimi? Lekin odamidan olish kerak. Ya'ni realni haqiqatan shu narsani bilgan, rezultat qilgan odamdan o'rganish kerak. Men qayerdan bilsangiz bo'ladi, qilgan qilmaganini. Menda o'zimda nimam bor? Ya'ni prosta o'zim uchun men aytardim, natijang qanaqa, masalan, panel bo'ladi, masalan, 1 oylik, masalan, yarim yillik yoki 1 kvartallik yoki 1 yillik qanaqa rezultat, realniy narsa bormi deb ko'p so'rayman-da. Lekin ko'p kishi bu narsani ko'rsatib bera olmaydi. Masalan, 10 ta сделка ochib turib, 3 tasini ko'rsatadi, qolgan 7 ta minusga kirganini. Stop loss sho'ganini. O'zi stop loss yeyish yomon narsa emas. Bu ishning bir qismida o'zi stop loss. Stop loss albatta. Stop loss yemagan. Endi uni protsentning соотношенияsi to'g'ri bo'lish kerak-ku. Demak, masalan, oyida siz rezultat qila olmayapsizmi, yoki qayerdadir xatolik bor yoki nimadir o'zgartirish kerak, shu natija qilishingiz uchun. Masalan, men o'zimda ham aytdim, har oy faqat plyusda chiqaman. Kerak bo'lsa 1 kvartal minusda chiqqan paytlarim bo'ladi o'zimda. Mana shu savol bermoqchi edim. O'zingiz yaxshi kelib qoldi savolga. Mana tradingda o'sha qanday ustoz tanlash kerak? Misol uchun hozir juda ko'p-da. O'sha boya kameradan oldin aytganimdek, o'zim bilgan odamlarim bor, o'sha kurs o'tadi, pulni o'sha tradingda yo'qotadi, yana kurs o'tadi, yana pulni yo'qotadi o'sha pulni.
Mana shunaqalarga mana ulardan nimani o'rganish mumkin sizda? Ularni kurs sotishni o'rgansangiz bo'ladi. Ular shunaqa biznes Mediani o'rganasiz, qanday qilib odamlarni. Xuddi shunday. Ya endi men ko'p aytaman, menga ham aytishadi, aka kurs o'ting, dars o'rgating, boshqa qiling deydi. Yoki kimdan o'rganay deydi. Men to'g'risi bironta odamni ko'rsata olmayman. Ya'ni umuman O'zbekistonda auditoriyasida bironta odamni mana shu odamdan o'rganing, sen rezultatga chiqasan deb ayta olmayman. Men bilmayman unaqa odam. To'g'risini aytsam-da. Bor, masalan, qaysidiri rezultat qiladi, o'zini beradigan bilimi qanchadir haqiqatdan ham foydasi bor. Lekin men uni mukammal deya olmayman. Mukammal deya olmayman-da. Masalan, o'shaning uchun ham bunaqa maslahat so'raganlarga mana shunaqa deyman, lekin mana ustoz tanlashda nima deyman desa, o'sha ustozni birinchi gap so'ziga qarash kerak-da. Masalan, tradingga odamlar oson pul topadigan yo'ldek qaraladi-da. Masalan, oson ras kiraman, tas soqqa qilaman deydi. Masalan, qilaman deydi, tez hamma narsani bo'lishini xohlaydi. Lekin yo'q, aslida unaqa emas-da. Masalan, tradingga ham oddiy liboy biznesni olaylik. Liboy biznes, masalan, restoran biznesimi, oddiy masalan, nima biznes desak bo'ladi? Mehmonxona biznesimi, liboy biznes olsangiz ham gadovoy deylik, oylik deylik, masalan, maksimum bersa 5% berishi mumkin. Bersa agar. Masalan, restoranda ochdingiz, boshida shuncha vложение qilasiz, kamida 1 yil, 2 yil, 3 yil u narsani qilgan rasxodingizni chiqarish. U 3 yil, 4 yildan keyin nolga chiqish o'zi qiyin. 3-4 yildan keyin уже uni foyda, ya'ni foydaga qilishda keyin boshlaysiz, to'g'rimi? Keyin sekin-sekin 6-7-10 yildan keyin siz уже yo'lga chiqib ketasiz. Ya'ni qanaqadir darajaga chiqasiz. Sababiki mana bu narsangiz aslida mulk sifatida qoladi, buni turgani uchun ham o'zi narxi ko'tarilgan bo'ladi. Ana shu sizga plyus bo'ladi. O'sha keyin siz qilgan rasxodingizni yopgan bo'lasiz, sekin-sekin yag'i foyda bo'ladi. O'sha siz yo'lingizga tushasiz. Unga ham kamida 5 yil kerak bo'ladi. 10 yil bo'lmasa agar. Misolda, qo'pol qo'yadigan. Endi unaqa u ishni ham men bilmayman, lekin o'shaning uchun primerni aytaman. Ana shuning uchun ham trading ham mana shunaqangi biznes qatorida qaralsa, xuddi mana shunaqangi biznesga qaralsa, masalan, 10 ming depozitim bormi, oyiga masalan shu 10 mingdan 400 dollar ishlasam, men uchun yaxshi. Alhamdulillah yaxshi. Shu endi deb qaraladi-da endi. Endi bu hozir gapim nima bo'lib ketdi? Ustozga nima burilib ketdi? Endi bu mana shu bitta narsa. Endi ustoz tanlashda o'sha sizga ustozlik qilaman degan ustoz sizga nima va'da qilyapti? Qarashingiz kerak. Birinchi o'rinda rezultatini aytish kerak. Mana 1 yillik xatabi ko'rsatish kerak o'zini istoriyasini. Masalan, men agar birta kursni sotib olaman desa, men erinmasdan ko'rib chiqaman. Kerak bo'lsa tekshirib chiqaman. Ustoz ham shunaqa. Yo'q, xotirjam bo'lganimdan keyin, ya'ni aniq uni plani, strategiyasi bo'lgandan keyin men kerak bo'lsa qancha desa beraman. Endi boya aytganingizdek, odamlar tez pul topishdi yo'li deb tushunishi endi reklama shunaqada, chunki shunaqa. Misol uchun, tradingni tushunmaydigan odam uchun u o'sha yopiq narsa-da, tushunmaydigan dunyo. O'sha kurs ustoz tanlaganda birinchi o'rinda ana shu reklamaga uchmasdan birinchi natijasi, konkretna natijasi, uni gapiradigan gapi, masalan, va'dasi, masalan, yengil narsani qilyaptimi, men qarab o'tirmayman uni praysiga, nimani o'rgatishiga. Chekiga suraman-da. To'g'risi, ya'ni eng oson keldi trading. Siz oson pul topishni xohlaysizmi yoki mana bunchadan buncha qildim deydi-ku, hozir masalan Instagramda ko'payib ketdi. Masalan, nerealniy pulda masalan necha 100 ming dollardan necha million dollar qildim deydi yoki misol 500 dollardan 1,5 million qildim deydi. Ha. Astag'firulloh bor. Agar men bunaqa qilsam, men mediaga chiqmasdim-da. O'shada chiqman, nima keragi bor chiqib? Nima keragi bor chiqib? O'shalarning tagini ko'rsangiz, maqsad nima? Akademiyamizga qo'shiling 200 dollarga. Misolda. Men aytdim, da qilishim mumkin 200 dollar. 200 dollardan mayli, 400 dollardan mayli ishondik ham deylik. 1 million dollar qildi deb ishondik deylik. Lekin bu stabilmi deb so'rash kerak-da. Stabilnami bu ish?
yoki bitta qanaqadir utechka bilan o'xshab qolgan rezultatmi? Misol isbotlab bergan taqdirda hamda bu degan qolgan shuncha million odam endi unaqa deganlar isbotlolmadi ham-ku. isbotlay olmaydi ham. Ha, o'zi mana hozir otsilka qildim-ku, shunaqa voqea bo'ldi-yu yaqinda Abdurahmon Ha, edi. Ha. Rahmon bilan Ha, bildingizmi? o'zimizda demlak. Isbotlab bera olmadi ham-ku, по-моему, agar. Ha, endi bilmadim, endi past chiqib isbotladi deya ham keldi, endi Isbotlamadi bilmadim. dedi. Xullas, menga to'g'risi ularda unaqa qizig'i ham yo'q, lekin Yolg'on ko'p, prosta shunday, gap shunday. 100%. Yolg'on juda ko'p. O'shanga ustozni Instagramdan qidirmash kerak deb o'ylayman-da. Birinchi o'zi mana shu kameraga qarab aytib qo'yay. Umuman tradingni o'rganmoqchi bo'lgan odamlar, umuman kriptani, trading bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan odamlar baraka topkinlar. Internetda bepul ma'lumot tiqilib yotibdi-da. To'g'ri. Qirilib mashinadek bo'lib yotibdi. Hozir ChatGPT chiqqanda, ChatGPTga qarab turib shu sohani o'rganmoqchiman, menga o'rganish tartibini tuzib ber desang, ana shu bola qilib beradi. Mana uni o'rgan, mana uni o'rgan, mana. Mana shuni bitta bloknotga yozgina, mana shu mavzu qilgin, mana shu mavzuni kir internetga chiqir. Kamida 1 yil 2 yil vaqt ketadi. O'sha 1 yil 2 yil bu narsani internetdan izlangandan keyin o'sha bu odam bemalol qaysi ustoz yaxshi, qaysi ustoz noto'g'ri bemalol aniqlay oladi. Albatta. Rostdan, hattoki shu Binance o'zining akademiyasi bor, tushuntiradi hamma narsani. To есть bepul narsa ko'pda internetda, juda ham ko'p. Bizdagi odamlar даже mana Binance mana P2P deydi, bunaqa bo'ladi-yu, oddiy rolikni ko'rishga erinadi-da. Rolikni ko'rishga erinib, o'rganishga erinadi. Mana shuni osonga masalan bizga yozadi-da. Mana shu pulimni yecha olmayapman. Qaysi nimadan qilib jo'natay, lekin trading bilan shug'ullanaman deydi-da. Toqati yo'q-da. Lekin ayta, kurs bormi deydi, kanalingizga qo'shib qo'ying deydi. Kanalni qo'shgandan nima foyda senga? Va hech narsani o'rganmaysan, o'qimaysan, qaytarmaysan, nima foyda deyman-da. Qo'shmasang yana o'qiladi. Xafa bo'ladi. O'qadi. Xafa bo'ladi. Ya, bu o'sha anoda nima deydi? Odamlarga shu yengil. Chunki u o'sha rostdan ham shu media ham shu narsani qilib qo'ydi-da. Odamlar miyasiga singdirib qo'ydi-da. Masalan, shuncha Instagramda birov chiqib turib, men mana bugun bizda internet bunaqada bugun realniy shotimiz muncha bo'ldi. Muncha ishladik. Muncha ishladik. deb tursa-da, u odamga siz aytayapsiz, bu sohani mukammal o'rganib, oyiga masalan общий depozitingni 5-10% ga ko'taradigan darajada professional trader bo'lishing uchun kamida senga 2 yil kuniga 4-5 soatdan dars qilib, o'rganib, keyin rezultatga chiqasan desangiz, kim uni xohlaydi? Yoqadi unga. Albatta, undan ko'ra eng oson yo'li mana hozir siz bitta bloger bilan gaplashasiz. Bo'ldi, aytasiz tam. Yarmi seniki deysiz. Bo'ldi. U sizni reklama qiladi. Siz Telegram kanalingizga tortasiz. Pulli Telegram kanal qilasiz, bo'ldi. Ha, $10 ko'tarilishiga $10 tushishiga qo'yasiz. Hayot go'zal-da, hayot sana go'zal. Protsentini ko'rsataverasiz-ki, mana shuncha protsent qildik, mana shuncha protsent qildik o'xshagan. Shunaqa narsa ko'p prosta. O'shanaqa endi bilmayman, endi bu odamlarni qanday qilib bizda bu xalqda bu narsadan qutqarish mumkin yo bir qandaydir gapiraverish kerakmi? Mana hozir aka chiqdi-yu, qimorni gapiryapti, sekin-sekin o'shanga qarshi qandaydir har kimdir chiqib aytish kerakmi? To'xtatish kerak, ya'ni уже bo'ldi, yetadi. Ya'ni butun O'zbekiston trader bo'lish shart emas. Tushunyapsizmi? Rostdan shunaqada, misol uchun seriozniy treyderlar nechtasini internetda ko'rsang, hammasini gapi shu. $20,000 depoziting bo'lsa, $2,000 topsang zo'r. $2,000 bo'lsa, mana shunaqa deydi. O'sha $2,000 ga yashasang bo'ladi bemalol. Mana shunaqa qara. Ishga borganda ishla o'tirib. Misol uchun ishday qaragan buni. Boya o'zingiz aytgandek, misol uchun kimdir boshlig'ing bo'lishini yo boshqasini xohlamasang, bitta alternativa bu yo'l. Bu boyib ketish yo'li emas deb tushuntirishadi ko'pincha. Bizda mana ko'p reklama qiladigan shu treyderlar, ular mana shunaqa boyib ketasan deb tushuntirishadi. Mashina olasan, dadam mana jiyanim mashina oldi, shogirdim $500 bilan kiruvdi. Yosh bolachalarda yana ham bor. 13 yosh bola, qancha qilding bugun? $4,000 qildi. Nimada kulgili-da bu narsada. Shunaqa.
Endi bilmadim shu. Sizlar xo'p, tradingga qaytsak, qaysi yo'nalishda mana sizlar ishlaysizlar? Biz spotda ishlaymiz. Spotda qisqa muddatli savdo ham qilamiz, uzoq muddatli investitsiya ham qilamiz, o'rta muddatli ham qilamiz. Ya'ni To'xtang. To'liqroq aytaylik. Birinchi, hozir birdaniga o'tib ketdik. O'zi tradingda qanaqa yo'nalishlar bo'ladi o'zi? umuman masalan kriptani o'zida shu ikki xil yo'nalish bor. Spot bilan futures savdo, ya'ni uni bo'limlari bor-u. Endi ikkalasidan bitta spot bilan futures deb ikkita qismga bo'laylik. Spot bu chista, ya'ni sotib olasiz, ushlab turasiz, narx ko'tarilsa sotasiz. Ya'ni narx arzonligida olasiz, ko'tarilsa sotasiz. Ya'ni u sizda mulkingiz bo'lib turadi. Xullas bu spotda shu bitta narsani aniq soni bo'ladi, siz uni qanaqadir narxi bo'ladi, o'sha narsani sotib olasiz, shu ko'tarilganda sotasiz. Futuresda esa bu ham ya'ni spotdek qilsangiz bo'ladi, faqatgina unda masalan plicho qo'yib, plicho degani ya'ni siz masalan qanchadir summa qo'yasizda, qanchadir x'da Sizga kredit beradida, siz o'sha объемga qarab turib paysa ocha olasiz. Lekin spotda hech qanaqa sizni hamyoningizga narsa o'tmaydi, u faqat kontrakt bo'ladi. Futuresda qanaqadir, ya'ni kontrakt asosida bo'ladi. Agar narx yo sizga teskari yurgan payt, agar sizda marjangizda pul yetmasa, bo'ldi. Topgan pulingiz yo'qotasiz. Likvidatsiya deyiladi, likvid bo'lasiz. Ya'ni o'sha ko'proq mana bu mashinasini sotib tiqib yo'q qilib yuboradiganlar o'sha futuresda ishlaydi ko'proq. Ha, ya'ni bitta narsani aytib qo'yayda, mana futures bu sizni pozitsiyalaringizni sonini ko'paytirib berishga yordam beradi. Sizda yoqda shortga ishlashga, ya'ni masalan tushiga ham ishlasangiz bo'ladi. Lekin bu juda ham riskovni, juda ham xavfli. Ya'ni bu yo'nalishda oddiy odam, oddiy trader, ya'ni даже o'rta urovendagi treyderlar ham ishlash mumkin emas. Chunki baribir ham likvid qiladi pulini. Ya'ni bunda haqiqiy, ya'ni bozorda strukturasini, haqiqiy risk menejmenti bor, haqiqiy, ya'ni tradingda o'zini yo'li bor, psixologiyasi kuchli bo'lgan odamlar ishlaydi. Ya'ni bu bitta narsa chiqib qolmashi kerak. Ya'ni futuresda nima deydi, ishlab bo'lmaydi, faqatgina minus bo'ladi degan narsa yo'q. Professionallar ishlaydi unda. Lekin oddiy odamlar emas. Tushuntira oldimmi? Lekin uni shar'iy nimasi joiz emas. Siz aytgandek o'sha mashinasini sotib tiqaydiganlar, bular shu tez boy bo'laman, tez kiraman deydi, lekin futuresni ya'ni bozorda o'rganmasdan turib kiradi. Tabiiyki u nima qiladi? Ya'ni u gap futuresni yomonligida emas, odamning o'zini ahmoqligidan-da. Kerak bo'lsa u bozor ulardan aqlliroq. Tabiiy, u kerak bo'lsa u mashinasini yo'qotgandan spotda ham yo'qotsa bo'ladi. To'g'ri. Masalan 2025 masalan men o'zimni ham ko'p aktivlarim 70-80% gacha tushib ketdi. Ochiq aytaman-da. Rostdan ham, ya'ni 2025 kriptoda umuman boshqacha men sezon kutdim, boshqacha qarashlar kutdim, lekin o'ylaganimdan umuman teskarisi bo'ldi-da. Lekin sabrda o'tiribmiz mana. Hamma kutyapti. Ya'ni spotda ham yo'qotsa bo'ladi, futuresga kirish shart emas yo'qotish uchun. Lekin spotda sizda olgan narsangiz hamyoningizda turadi, u bir kun kelib ko'tarilishi mumkin, agar rostdan ham fundamenti yaxshi bo'lgan, nima bo'ladigan narsa ko'tarilishi mumkin. Chunki menda ham 90% gacha tushib ketgan aktivlarim vaqtida bo'lgan, kerak bo'lsa 3x tepada sotganlarim bo'lgan. Shunaqa holatlar bo'lgan masalan. Даже holatda aytsam, bitta bo'ladimi yo'q bilmayman. 2,5 millionga bitta savdo qilganman. 2,5 millionga bitta savdo qilganman. 800 mingga tushdi. 800 mingga 2024-yil yoz avgust oyida bozor juda qattiq manipulyatsiya bo'ldi, xuddi mana bunga o'xshagan. Ya'ni undan sal yengilroq bo'lgandi, lekin ana shu depozit 800 mingga tushdi. Lekin 2 oy ichida 3 million qilib ko'tarib berdi-da. 3 milliongacha chiqib bergan.
Spotda ya'ni shans bor, ya'ni yaxshi olgan narsa yaxshi, lekin futuresda u narsa kechirilmaydi-da. Qaytib kelmaydi ya'ni. Endi mana meni nima deydi, tushunmaydigan fikrim qanaqa deyman mana misol uchun. Mana shu kripto bozorida lishniy pulingga mana bir xilbat gaplashib olamiz o'rtoqlarim bilan, boshqalar bilan. Ular umuman tushunmaydi misol uchun. Men ozgina tushunsam, ular umuman tushunmaydi. Lekin shu bozor trade qilish kerak, bosh qilish kerak deyishadi. Aytaman, ay qilmoqchi bo'lsang, ishing bor misol uchun, qancha oylik olasan? O'shani qaysidir qismiga shunchaki olib qo'yaver, prosta bo'ldi deyman-da. Mana shu sen urovingingda mana shu trading. Sen uchun deyman, to'g'risi qachondir ko'tariladi, sotasan, pul bo'ladi. Bu ham tam 2 marta ko'tarilishi mumkin, yarim marta ko'tarilishi mumkin. To есть har xil nima bo'ladi-da. Ko'proq mana katta treyderlar ham adashmasam ko'proq shunaqa ishlashadi. Ya'ni olib qo'yishadi katta summani. Ular olgani uchun bozor yurishni boshlaydi, katta summa kirgani uchun bozor ko'tariladi, ular chiqib ketadi, bozor tushadi. Ko'proq o'z shunaqa narsa bor-ku, bu narsa bor narsa. Shunaqa ya'ni Mana yaqinda ham o'zingiz ham gapirib chiqqaningiz, mana likvidatsiya bo'lganda katta. bitta market maker yo'q bo'lib ketdi yoqda. Celый bitta market bozorda boshqaradigan bitta kompaniya o'sha kuni yo'q bo'ldi. Eslolmayman, hozir qanchadir million оборотida bo'lgan, ana shu to'liq likvid bo'lgan. Ya'ni bunaqa manipulyatsiyada-da. O'zi pul sog'ish bo'lyapti. Sizlarda qanaqa bo'ldi o'shanda? Paysalarim bor edi, qisqa muddatga olgan paysalarim bor edi. Deyarli longda bo'lgan hammasi top turdi. Meni ham normalniy o'sha kuni yo'qotish bo'ldi. Urdimi? Ba'zilarda stop ham ishlamay qoldi. Yo'q, stop to'liq urdi hammasida. Hammasi stop urdi, alhamdulillah. Shunaqa narsalardan eshitdim-da, ba'zi odamlar stop ham ishlamay qoldi. Ishlamay qolganlar bo'lgan o'sha harakat. Oladigan odam bo'lmagandan keyin stop ham ishlamaydi. O'sha nima bo'ldi? Spotda bitta kashlogim bor edi. Shu yo'lda ketayotganim chiqaramizmi yo'q bilmayman. Yo'lda ketayotgan 1.800.000 bo'lib turadi-da. Azi 1 soat ichida 600.000 ni ko'rdim-da o'shanda. 600.000 ko'rdim. Keyin yo'lga ketayotganimda shuncha ko'rdim, qaytayotganimda yana 1.5 mingga qaytib qoldi keyin. Chunki birdaniga tushdi-yu 80% ga. Ana shu spotda bo'lganligi uchun, ya'ni biz likvid bo'lmadik. Spotda turganligi uchun. Lekin o'sha kuni 99.99% futuresda bo'lgan treyderlar, to'liq longda o'tirgan treyderlar likvidatsiya bo'ldi. Sababi ular masalan shortda o'tirganlar mazza qildi. Shortda o'tirganlar. Ko'p bizda mana bu marketni kutdik-ku. Bu marketni kutdik, ko'p altlar o'sish kerak bo'lgan paydeya biz, ya'ni men o'zimning qarashim bo'yicha ham dominatsiya, Bitcoin dominatsiya yaxshi qulash kerak edi, altcoinlar yaxshi ko'tarilish kerak edi. Masalan, xuddi o'shanaqangi altlarga futuresda masalan 3-4 plicho bilan uzun paysa ochib qo'ygan treyderlar ham bo'lganda. Ular ham to'liq tozalandi-da. Masalan 200.000 plyus bo'ladigan bo'lsa, o'shani masalan 3x, 2x, 5x qilib ochib qo'ysangiz, sizda likvidatsiya price ancha pastda bo'ladi. Ya'ni ushlab o'tirgan pozitsiyalar bo'lganda, futuresda ushlagan, ular как spotda ushlaganda, ular dalgasrokka ushlagan. Ular ham lekin to'liq tozalandi-da. To'liq. Hattoki ular ham ketdi. Ketdi ular ham. Aytdim, o'sha video ham qildik, Kostya Kudo degan ukrainalik treyder bir kunda o'sha $60 million pulni likvidatsiya qilib, ya'ni ularda o'sha katta ehtimol ular o'sha stop loss qo'ymagan bo'ladi. Ya'ni bu narsani likvidatsiya bo'lishi uchun tabiiyki ular stop loss qo'ymaganda yoqa. Shu oxirgacha bo'lganda keyin polni marja o'shanda slif bo'ladi. Stop loss bo'lganda endi nima bo'lishi mumkin edi. Bilmadim, lekin to'liq bilmayman yoqda nima bo'lgan to'g'risi. Nima uchun shunaqa bo'ldi shunda? Nima uchun shu likvidatsiya bildimi o'zi treyderlar nima uchun bo'lganini bu narsa? To'g'risi endi nima deydi? Men aniq bir sababini bilmayman. Aniq sababini bilmayman. Ya'ni tabiiy bu bozorda omma ishongan bozorda yaxshigina o'sishiga, shuning uchun ham yaxshigina pul kirgan. Bu pullarni yig'ishtirish kerak bo'lganda, shu narsa bo'lish kerak bo'lgan. Bo'ldi shu narsa. Ya'ni chunki bu kripto bozori yosh bozor, likvid juda ham past,
oson manipulyatsiya qilsa bo'ladi. Kerak bo'lsa Bitcoin'da o'zini ham bemalol manipulyatsiya qilsa bo'ladi. 3 trillion, 2,5 trillion kapitalizatsiya hech narsa emas o'zi umuman. Amerika uchun yo boshqa uchun hech narsa emas. O'shaning uchun manipulyatsiya qilish oson. Ya'ni qachonki masalan tillaga o'xshab yoki boshqa katta aksiya, katta kompaniyalar nimasiga o'xshab misol likvidi to'la bo'lsa, bunaqa manipulyatsiya kamroq bo'ladi. Lekin likvid kichik bo'lganligi uchun ham osongina yuvish bo'ldi-da. Yuvish bo'ldi-da endi. Bu narsani tozalash bo'ldi odamlarda. Chiqarib yuborish bo'ldi-da. Xo'p, yana boyaga gapga qaytsak, sizlar shu spotda ishlaysizlar. Xo'p. Mana sizda misol uchun shu hozir bizda tradingga qiziqqan odamlar ko'radi-ku, ularga mana ozgina tushuntirib ketsak-da. Ya'ni boya tushuntirganingizdek, siz o'sha arzonligida olasiz, ko'tarilishini kutasiz, sotasiz. To'g'rimi? Shunaqa. Endi mana shu balansingizda 10 millionlik balansni yurg'izaman deb yozib qo'ygan ekansiz Instagramda. O'sha necha foizi bilan savdo qilasiz? Uni biz to'g'risi u balanslardan o'sha ancha u balanslar pasaygadi o'sha bozor tushgandan keyin. Chunki o'zi yil davomida ancha biz bozorga ishonib kirdik. Alhamdulillah, lekin nima qildi? Lekin umuman ya'ni qisqa muddatli savdolarim uchun o'zimda konkretni planim bor, rejam bor, jadvalim bor. Buni nima tuzib nima qilib chiqaman. Har doim ya'ni liboy pozitsiya ochsam ham общий depozitda 1% qilib kiraman. Ya'ni общий depozit bo'lsa, masalan 1 million pul bo'ladigan bo'lsa, yoki 1 million demaylik, o'rtasida 100 ming deylik. 100 ming pul turaveradi. 1 million pul bo'ladigan bo'lsa, o'shani masalan 1% qancha bo'ladi? 10 ming bo'ladi. Yani bitta pozitsiya ochasiz, sizda kirish nuqtasi bo'ladi, stop loss joyi bo'ladi, take profitingiz bo'ladi. Обязательно qo'yasizlar uni? Yo'q, unsiz iloji yo'q. Qo'yish kerak bo'ldi. Yo kirmash kerak bozorga bo'ldi. Stop loss kerak. Stop loss kerak. Xo'p, take profit ham. Tabii, take profitingiz, masalan sizda bitta pozitsiya ochdingiz, sizda take profitingiz примерно masalan 2%, stop loss 1% misol. Eng kami o'zi 1 ga 3, 1 ga 2 eng minimum. Bo'lsa, shu pozitsiyaga keyin biz kiramiz, ya'ni общий depozitda 1% ni risk qilamiz. Ya'ni 1 milliondan masalan 10 ming kiramiz. Biz o'sha 10 mingda shu topgan сделкамizga yo'qotdik deb kiramizda. Yo сделкаdan biz 10 ming zararda chiqamiz yoki take profitda chiqamiz. Ya'ni pozitsiyaga kirilgandan keyin uni o'zgartirish, boshqa qilish degan narsa bo'lmaydi. Ya'ni noyob holatda agar qanaqadir 10 ming minusda chiqmaysiz-ku. Stop loss ursa 10 ming minusda chiqaman-da. Nimaga? 10 mingga ochsangiz o'zi pozitsiyani. Yo'q. Qarang-da. Ne narsada bozorda mana tahlil qarang, gapira oling. Tahlil qilganingizda bitta pozitsiya ochasiz. Sizda masalan 2,5% stop loss bo'ladi-da. To'g'rimi? 2,5% stop loss bo'ladi. Sizda masalan 1 million pul bor-da. To'g'rimi? 1 million pul bor. 2,5% stop lossingiz. Siz bitta сделкаga mana 1 millionni 1% ni risk qilishingiz kerak. 1% ni risk qilishingiz kerak. Siz 1 millionda qo'yganda deb. 1 million общий depozitingiz. Yo'q, mana misol uchun bo'ladi-ku, mana pozitsiya, например, risk managementingizda so'rayapman imенно. Bir kunda misol uchun qanaqa risk managementingiz necha foiz? Qanday bir kunda? Misol uchun qancha pul yo'qotsangiz bozorni to'xtatasiz. U bir kunda degan narsa yo'q menda. Yoki haftada. Masalan 3 kunda bitta сделка topishim mumkin. Bitta сделкаga 10 ming yo'qotaman. Balki bir haftada chiqar u сделка. Balki bir oy umuman сделка ochmasman. Lekin bitta сделка topdimmi, o'sha сделкаdan общий depozitim 1 million bo'ladigan bo'lsa, o'shandan 10 ming yo'qotadigan qilib kiraman. Masalan 2,5% stop lossmi? Yaqin уже men 2,5% stop loss 2% deb hisoblaylik. Yaqin men уже 500 ming bilan kiraman. 500 mingdan 2% stop loss yesam 10 ming zarar. Mana 1 million 1% yo'qotgan bo'laman-da. Tushuntira oldimmi? Tushundim. O'shanaqa risk menejment. Lekin сделкада har kuni сделка topa olmayman men. Men odamlar har kuni necha soat o'tirasiz misol uchun bir kun? 2 soat. Masalan nima deydi? Ba'zida 3-4 soat ham o'tiraman. Menda bir определённый nima yo'qdi. Men masalan bitta o'tirib analiz qilingandan keyin
o'sha narsa kutiladi. Ba'zida masalan 1-2 kunlab bozorga qaramasligim ham mumkin yoki telefonda ko'raman, qarayman, mayda bo'lyapti. Harakatiga qarab turib vaqt ajratib, balki ba'zida o'sha целый день o'tiraman. Чтобы masalan oyni boshi bo'lsa yo haftani boshi bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'zimni planlarim, rejalarim tuzib olgandan keyin уже kuniga 1 soat, 2 soat vaqt ajrataman. To'g'risi. Kakda ya'ni bir qanaqadir nima yo'q bu yerda bir xil narsa yo'q. Bir xil payt hammasini ham yig'ishtiraman-da, men ishga borishim kerak deyman-da, o'tirib ishlab qilaman-da. Shu ya'ni bu yerda ham keyin yana bir narsa aytaman. Eng ключевой joyda bu ham tradingda. Kollaboratsiya qilaman boshqa treyderlar bilan. Ukrainalik treyderlar bilan asosan. Asosan ya'ni fikr almashadiganim, maslahat oladiganim bitta ikkita ukrainalik treyderlar bor. O'shalar bilan to'g'ridan-to'g'ri maslahat qilib ishlayman. O'zim ham analiz qilaman, ulardan ham nima olaman. Bu endi ochiq aytadigan narsam. Ya'ni tradingda masalan hech qanaqa treyder yo'q, bitta o'zi o'tirib nima qiladigan, baribir ham sizga ham fikr odam kerak bo'ladi. O'shanda sizda bir rezultat yo sizda xatoyingizni yo nimalaringizni to'g'ri ko'rib olishingiz uchun hamda o'zimga yarasha masalan kerak bo'lsa 2-3 ta yaxshi o'zim to'g'ri deb bilgan treyderlarni kerak bo'lsa kuzataman, ko'raman, fikrini o'zim uchun olaman. O'shandan fikrini jamlab o'zimni masalan xulosamni qilib keyin savdoga kirishga harakat qilaman-da endi. Sizlarda ko'proq uzoq muddatga ishlarkansizda? Yo'q, qisqa muddatga ham ishlaymiz. Oylik nima ham chiqaramiz. O'zi oylik nima ham bo'ladi. Uzoq muddatga ham olinadi-yu. Aytyapman, zilkaga qarabda, grafikka qarab, grafikda o'sha narsa bo'ladigan bo'lsa, kutiladi, ba'zida bir haftalar, ba'zilar bir oylab, ba'zi masalan pozitsiyalarim bor, hozir 15 kun, 20 kun, 40 kundan beri ushlab o'tirgan pozitsiyalarim bor. Ba'zida 2 soatda chiqib ketadigan pozitsiyalarim bor. Texnik analizga kelsakmi, texnik analiz degan narsa bor-a tradingda. O'sha qanaqa analiz qilasiz? Misol uchun, kimdir grafikda analiz qiladi, kimdir novostnoy analiz qiladi. Men o'zim smart money conception bo'yicha qilaman. Smart money bo'yicha qilaman-da. Menga misol analizimni oti muhim emas. Men shu candle'larda, ya'ni svichalarda harakatini уже почти 4 yildan beri har kuni ya'ni kuzataverib o'zim ya'ni smart money deb nomlanadi. Asosan yoqda ключевой joylar order block, imbalans, likvidatsiya, o'sha price action deydi, o'sha bozorda strukturasi. O'shalarni bir yig'ib, jamlab analiz qilaman. Asosiy analizim bu tex analiz. Ya'ni meni nimam qurolim deydimi, savdo ochish nimaga tayanib ochaman, o'sha chista tex analizga qarab ochaman. O'sha qolgan yangiliklar, boshqa narsalar o'sha ularning ichiga kirib ketadi. Ya'ni birinchi tex analiz, o'sha risk management, money management, o'sha pulni anosi, pozitsiya ochish, hisob-kitob hammasi o'sha smart money bo'yicha ochaman. Ya'ni order blokning hajmi, likvidatsiyani qancha foiz tepada yoki pastda, o'shalarga qarab smart money bo'yicha ishlayman-da. Endi hozir nomi ko'payib ketgan, men bilmayman, lekin ICT bir narsa analiz turlari bor, lekin hammasini bunday jamlasangiz, hammasi asosi o'zi bitta narsada o'zi. Yig'iladi. Faqat nomi o'zgaradi. Bu ham nimaga? Kurs uchun hamda. Kurs olish uchun. Bizda shunaqa narsa bor-da oldi. Bitta narsani o'rgatardingiz, xuddi o'sha narsa boshqacha nomda o'rgatsa, odamlar yana yangi narsa bo'lib chiqibdi deydi, yana o'rganardi. Yana o'sha narsani boshqa nom qo'yib olsangiz, yana oladi o'sha narsani-da. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu nimadan desangiz, o'sha odamlar o'sha o'rganadigan narsani asl mohiyatini, nimaligini tushunmaydi. O'sha narsaga sal boshqacharoq nom bersangiz, yana o'rganadi. Ketdi. Tushunarli. Men odamlarda mana fikri bor-da. Misol uchun o'sha boya yana aytganimizdek, ozgina shu narsalar haqida ham gaplashaylik. Mana shunaqa boya aytganimizdek reklama qiladiganlar bor-ku, misol uchun $1000 dan 100 ming qildim deydigan odamlar. Mana logichniy, shu mantiqan savol bor-da, misol uchun odam $1000 dan $100 ming qila olsa,
$50 kurs o'tib nima qiladi degan shu mantiqiy savol. Aka, ortiqcha pul zarar qilmaydi, menga kerak pul u ham deydi. Men qo'shimcha ishim deydi-da. Shunaqa deydi-da. Qiziq shu hobbi. Yo'q, o'zi unaqa yo'q aytyapman. Tradingda $1000 dan $100,000 qildim degan odam yo'q. Ular mashinik ya'ni, to'g'rimi? 99% mashinik. Ya'ni 1% bo'lishi mumkin. Ya'ni noyob holatda o'xshagan rostdan ham $1000 ga nimadir sotib olgan yoki qanaqadir futuresda pozitsiya ochganda, qanaqadir sayklga tushib qolgan, ana shu pozitsiya qolib ketgan, Trump coin misol. Trump coin shunaqa bir holat bo'lsa rostdan ham bo'lishi mumkin. Lekin bu trading emas-da, bu kasb emas-ku. Kutib o'tirmaysiz-ku. Nechta $1000 yo'qotasiz u $1000, $100,000 ishlab, 100,000 dan oshiq yo'qotasiz, u narsani kutish uchun. Masalan, men o'zi mana umuman 4 yillik tajribamda eng katta zo'r natijam spotda 2023-yil fevral oyi edi. 2024-yil fevral oyi. Hozir 2023da boshidan gapiraman o'zi. 2024da shu fevral oyida DEXdagi Ethereum setida juda ko'p AI ga aloqador coinlar chiqishda boshladi. Bai, Source, Type, Tatsu, Tao hozir uje eng zo'r, ya'ni o'shalardan bitta qolgani Tao bo'ldi. Tao'ni men $39 olganman. Ya'ni $1000 gacha chiqqan keyin. $39 сделка bor, ochganim, kanalimda turibdi u. Mana shu Tao'ni oldim deb, Allohim $39 yo $40 atrofida birinchi DEXda chiqqandi. Shuni olganim, kanalga tashlaganman. Necha pulga olganman, qaysi narxda olganman. Tao AI ga aloqador coin edi. Tao bordi. Keyin o'sha eng katta сделка, o'sha Type degan coin chiqdi. Uni juda pastda olgandim. Cashlogimga $500, u payt endi marjam juda kichkina bo'lgan. Liboy o'sha yangi chiqqan AI coinlarim $500 qilib olib qo'yardim. Bitta o'sha Type qaysidir cashlogimda qolib ketgan ekanda. Bu ham ezma chiqqanda. Masalan, uni ham bir 200-300% ko'tarilgan ko'rganimda baribir sotardim. Sotam, lekin o'sha esimdan chiqqanligi uchun bir kun qaradim, ko'rdim 40x ko'tarilganda. 40x ko'tarilgan. $20,000 bo'lib turibdi-da. Hech qanaqa o'ylanmadim. Uni yana ko'tarilsa kerak degan xayol ham kelmadi xayolimga. Shuni aytdim, ochdim. Prosta hammasini 100% sotdim. O'shanda $500 dan rostdan ham $20,000 yechib oldim. 40x foydada. $1,200 komissiya olgandi. Bu 4 yil ichida bir marta bo'ldi-da menda. To'g'ri, endi o'sha yili ko'p zo'r ishladim. Masalan, kanalda turibdi, 40x ishladim, 10x ishladim, 5x ishladim, masalan, ba'zi coinlardan. Lekin riski katta bo'lganligi uchun ham kam summa bilan kirganman. Ya'ni unga masalan katta 20,000-30,000 dollar bilan kira olmaysiz. Kerak bo'lsa, u boshida unaqa likvid ham ko'tarmaydi ba'zi unaqada. Lekin shunaqa coinlardan o'sha aytgandek, masalan, $1000 ga hozir 40x ko'paytiradigan bo'lsangiz, $40,000 bo'lyapti, ito 100,000 ga chiqmayapti-da. 100,000 ga bormayapti-da. To'g'ri. Yo, endi siz hozir DEXdan oldim deyapsiz. U ham kurs o'tadiganlar ham DEX nimaligini ham bilmasa kerak. Bilmaydi-da. U o'shanda men ko'rganman shunaqa x'li natijani. Lekin chunki sentralizatsiya birjalarda unaqa natija unaqa narsa yo'q. Qiyin-da. Juda qiyin narsa. Milliontadan bitta bo'lmasa. Uni endi qanday masalan shuni primer qilib turib coin bo'lmasa. Shuda, aka. Masalan, u buni vaj qilib, buni ko'rsatib turib kursga david qilyapti, ya'ni u kursida baribir unaqa qilib bera olmaydi-ku, ya'ni. Endi tabiiyki bu narsa o'sha chista marketing, reklama odamlarni shu nozik nuqtasiga tegib manipulyatsiya qilib, tortib soqqa qilishda, bu boshqa hech narsa emas. O'sha bolani menimcha o'ylayman borib turib bitta grafikni ochib analiz qilib ber desangiz ham qilib bera olmasa kerak o'sha kursda, chunki uni vaqti bu yo'q. Ani grafikni o'rgangani, izchat qilgani, savdo qilgani, chunki media bilan shug'ullanish kerak. Odamlarni chaqirish kerak-da. Tushunyapsizmi? Shunaqa, to'g'ri. Keyin tradingda ham shunaqa narsa bor. Masalan, siz umuman bu sohaga tushunmasangiz, umuman sohaga nolsiz-da. Men misol internetdan 4-5 ta narsa o'rganib olib turib, o'shani masalan 1 oylik kurs qilib sizga sotsam bo'ladi-da. Ya'ni 1 tiyinga qimmat ma'lumotlar o'zi aslida-da. Keyin masalan siz $500 menga to'lov qilgan bo'lasiz, keyin boshqa begona odam borib sizdan
o'rganding bir narsalar desa, siz aytasiz, ha, o'rgandim, bir narsa o'rganib, просто men natija bo'lmayapti-da, men bir narsa bo'lyapti-da deb o'zingizni aldab berasiz-da. Keyin siz ham $500 kurs o'tishni Siz boshlaysiz. ham o'tasizda. Ana pullarni Ya'ni qaytarishni. shunaqa o'rgatadi, hali o'rgangan odam buni inkor qila olmaydi. Narsa o'rganmadingmi? O'rgandim deydi. Tradingni o'rgan, kripto nimaligini o'rgandim deydi. Lekin rezultat qila olmayapman deydi. Aldov ko'p-da. Ma'lumot juda ko'pligini uchun ham odamlar o'sha to'lagan, o'zi asli u o'rgangan ma'lumotni internetda mutlaqo tekinga dangasaligini hisobiga, ya'ni o'sha pul berib, ana qilib nima deydi? O'rgan. Lekin misol kurs sotadiganlar endi unday qilmash kerak-ku, lekin u ham ishini qilyapti-da. Bu masalan ularga aldanganlar ham ulardan ham jahlim chiqadi ba'zida-da. Pulni yerdan supurib olmayapti. Hozir bizda ya'ni odamlar yerdan supurib olsa ekan, masalan biz anaqangi mayli u narsaga kirmaylik. Ana qiladigan bo'lsa, oson bo'lsa ekan, oson keladigan pul bo'lsa ekan, hamma zalq emas deysiz. O'zi qiynalib ishlab, masalan magazinda ishlaydi, masalan menga chiqadi, aka deydi, falon joyda ishlayman deydi. O'shanda o'rganib mana shu qilishim kerak deydi-da. Men aytaman, sen bu yerda 8-10 soat ishlab deb ham tradingni o'rganishing juda murakkab narsa, qiyin narsa deyman-da. Undan o'sha sohangga kir, o'shani professional bo'l, chunki bo'ldi, ya'ni chiqa olmaysan baribir. Ya'ni qiyin masala chiqishing. O'shanda zo'r bo'lgan, bundan yaxshi pul topsang bo'ladi deyman-da, kerak bo'lsa deyman-da. Lekin eshitmaydi ko'p. Keyin boya savolim qolib ketdi. Savol bermoqchi edim, esimdan chiqib qoldi. Qanaqa summa bilan boshlagansiz o'zingiz birinchi? Summani o'zim cho'ntagimdan bir so'm pul tiqmaganman bu sohaga, to'g'risini aytaman. Istamdan, ya'ni o'zim zavodda ishlab yurgan bo'lsam, oyligimdan olmash tradingga pul aylantiraman deb tiqmaganman. Endi boshidan har doim boshidan o'sha investor bilan boshlaganman. Endi birinchi summam endi $50 desam, ularga o'xshab qolmayman men ham. Rostdan ham, lekin $50 birinchi Binance ga aylantirib ko'rganman. Chunki men tradingda o'sha analiz qilishni o'rganib, hamma narsani analiz qilishni o'rganib, men savdo qilishga tayyorman degan paytim men Binance ishlatishni bilmaganman-da. Chunki kallamga shu darajada quyganmanki, men bu grafikni o'rganmagunimcha men hech qachon savdo ochmayman degan prinsip qo'yganman o'zimga. O'sha esimda bor. 2023-yil yanvar oyida boshlaganman birinchi depozitimni. O'sha dekabrda 27-28 kuni Binance'da qanday qilib order ochishdi, qanday qilib order yopishdi. Endi u pul topish uchun emas, imенно shu o'rganish uchun bo'lganda. U o'rganish, ya'ni $50 o'sha nima qilish uchun bo'lgan. Birinchi investitsiyam $5000 bo'lgan. Bitta akadan $5000 investitsiya olib, uni 2 oyda $2500 minusga qilganman. $2,000 oqqizganman. To'g'risini aytganingizda, to'g'risi. $2,000 oqqizdim. Ya bu hozir rashi bo'ladi hozir. Oqqizdimda, keyin uni spotga olgandik, kakras spotga olganimizda 2,5 ga tushirib yubordim. Keyin qoldi u narsa. To'xtadi. Yana to'xtatdimda, yana o'rganish nima bo'ldi, qayta xato nima yo'q. Keyin uni ushlab turgani u 7,5 ga chiqdi keyin. Sotib olmagansiz? Sotib olmaganman. Yo'q, sotib olmaganman. U payt stop loss deb o'zim ham mana tekin darslar o'tardim, lekin stop loss qo'yishga o'zim ham qo'rqardim o'sha payt. O'rganmaganmiz. Lekin o'sha 7,5 ga yana chiqdi. Keyin rezultat bo'lgandan keyin o'zi tayyor bo'lib nima qanaqadir o'zim uchun planlar, rejalar, ya'ni 5,000 emas, undan kattaroq depozitda xayolimda aylantirardim-da, masalan, milliondan tepasiga bunaqa qilsa bo'ladi ekan, bunaqa qilsa bo'ladi deb o'zimcha o'ylardim. Chunki sizda aniq risk menejmentingiz aniq bo'ladigan bo'lsa, u summani ahamiyati yo'q. 10 million bo'ladimi, 100 million bo'ladimi, sizda aniq riskingiz bor, aniq narsangiz bor. Masalan, 1 milliondan 10 ming yo'qotyapsizmi, 2 ta 3 ta yo'qotdingizmi, ertaga xuddi o'sha bir xil pozitsiya ochib turib, 2 marta foyda qilsangiz, ana uni yopib, yana plyusga chiqib keta olasiz. Faqat glavniysi, ya'ni mana stabilniy bir xil summada savdo ochishni to'xtatmash kerak. Masalan, boshida 10 mingga ochib turib, 10 ming izlab stop yegandan keyin keyingi safar ham stop yeyman deb 2 mingga ochib qo'ymaysiz. U 2 ming foydaga chiqsa, 10 ming zararni yopa olmaydi. Ya'ni ob'yomda. Ya'ni risk menejmentda bu ham money management.
ishlagan paytim aytdim, o'sha kattaroq Aha, depozitni plan qildim-da endi. O'sha nimani o'rgangandan keyin bitta aka chiqdi, Instagramda ko'rdi. Endi men ham Instagramga chiqishni boshladim-da o'zi. Begovatda o'zimizda anonni ochganman. Nima bor-ku, Aloqa bank. Endi qancha bo'ldi bormaganingizga shu Bahor kafe bo'lardi. bo'ldi. Biz o'sha Turkiyadan qaytganimdan keyin bu sohani olib ketdim-da. O'sha Turkiyada aytdim, bordim, o'rganishni boshladim. 3 oy vaqtim tugagandan keyin zavodga qaytdim ishlagani. Bu sohada уже tushundim, normal, ya'ni o'qisa rezultat bo'ladi, inshaalloh dedim. To'xtatmadim. Kurs qildim, boshqa qildim. U bukimdan kerak bo'lsa qarz qildimda, o'zimga kerakli kurslarni sotib oldim. O'sha payt 2000-3000 dollarga yaqin kurslarni yig'ib oldim. Keyin yana bitta life hack. O'sha payt biz mana slivnoy kurslar qidirib yurardim. Kurslarda slivnoy shunaqa bitta gruppa bo'lardi. 40 tami kursni sliv qilib bitta Telegram kanalga jamlab qo'ygandim. 10 dollar edi. Mana 40 ta kursni где-то 20 tasini boshini og'rigacha ko'rib chiqdim. Kuniga 8 soat, 9 soat ko'rib chiqdim-da hammasini. Lekin hammasi bir xil informatsiya ekan, tushunib yetdim, bundan boshqa informatsiya yo'q ekan. Demak, shuni o'rgansam men bir narsa bo'laman deb bir xulosa bo'ldi-da. Zavodga ishga bordim. Bo'ldi, ishimni davom ettiraman. Ertalab soat 8 da boraman ishga. Ishlayman. O'zim ishimni qilaman-da, boshliq xonaga kirib ketgandan keyin kompyuterda suraman-da, o'zim darsimni o'qib o'tiraman-da. Keyin komandirovishni ishim bo'lardi. Boshliqqa iltimos qilaman, boshliq deydi, men jo'natib yuboring o'sha Navoiyga, Uchquduqqa, cho'lga. Ashta o'tirib men ishlayman. Nima ishingiz bo'lsa qilaman. Faqat menga tinchlik kerak. Hech kim kelib maqamasin. Ishga borardik-da, keyin borib bitta xonaga kirib, bitta ishni ham qilib, bo'sh bo'lganda keyin o'sha chuqur kirishdim-da bu sohaga. Ya'ni u yerda 1 yil faqat o'sha ham zavodda ishlam, ham bu sohani parallelni o'rganish. Qiyin bo'ldi lekin rostdan ham. Zavodda ishi juda xalaqit qilardi, ya'ni o'rganishimga-da. Xalaqit qilardi. Endi birinchi kompyuter olib bitta do'stim hadya qildi kompyuter birinchi. Rostdan ham endi men nimalarga o'xshab qiynalganman, bir narsaman deb gapirgim kelmayapti, lekin rostdan ham yo'q edi-da. Yo'q narsa yo'q edi. Aytib $50 depozitda o'sha aka hadya qildi o'zi. Aftesh degan kompyuter bo'lardi. Kompyuterim bo'ladi. $270 shunaqa. Ko'rib o'tiraman, shu darsni qayta videoni qayta ko'rib shug'ullanib, dedim, ofis olaman dedim. O'shda podvalda olib, ofis qilib, kompyuter olib, xolos qilib qilgandan keyin, Instagramdan chiqqandan keyin o'sha Dubayda TikToklar o'sha ko'rgan, boshqa qilgan, gaplashamiz, suhbat davay dedi. Qilamiz deyildi. Borildi, suhbat qilindi, gaplashildi, narsalar tashlandi. Kattaroq, ya'ni investitsiyaga dogovor kelishildi xolos. Endi birinchi u investitsiya 20 ming bo'lgan. $20,000 bo'lgan. $20,000 oldimda sentyabr oyi 2023-yil keyin ishlashni boshladim. To'g'risini aytsam, uni ham 16 mingga tushirib qo'ydim, to'g'risi. Tushirdim. Aka aytdi, sen 16 ming, 20 mingni olasan, mana shu ofis mana senga oldik, ofis pulini o'zing to'laysan, 20 mingni ishlab. Pitaniya hamma narsani o'zing qilasan, oilang keladi, oilangni ham o'zing tortasan, oilangni pulini ham to'lasan. Bunday hisoblasam 20 mingdan uncha pul ishlab bo'lmaydi. Aytib, unaqa narsa yo'q deb qaytib 20 ming ketadi o'zi shunga. Hammasiga. 20 mingdan tasavvur qilib, ofis bo'lsa $800 bo'lsa, $500 bo'lsa, yeb ich 2-3 ming 20 mingni oyiga kamida 15% ishlash kerak-da, o'zi $3000. Bu qiyin narsa-da u aka. Normal qiyin narsa-da. Xo'p dedimki. Bismillah deb tavakkal xo'p dedim. Yo'q, keyin 2023 eng bozorda minimum edi. Niyalar $1, avakslar $4 edi, boshqa edi. Aytdim, mana 16 ming. Ayni Cyber degan coin chiqdi. Koreyskimi Cyber degan. Rosa o'sdi, tushdi, ana tepada kirdim, oqdim-da. 4,5 minus qilgandan keyin o'sha birinchi haftadan qildim-da, shu dogovordan keyin birinchi haftadan keyin 16 mingga tushirdim. Vashi stress yomon. Bo'pti dedim, 16 ming dedim, 4 mingini dedim, o'zim qo'yaman joyiga dedim. Kashlogimda ton yig'ib qo'ydim. 5 minglik tonim bor. Qo'lim qaltirab, u tonni ham boshqa adresga jo'natib yuboribman-da.
Ofisda orqasida bir aka eshitadigan bo'lsangiz mana shunaqa bo'ladi to'g'risi. Aytmagandim buni sizlarga deydi. Keyin dengizga tushib o'tirdim-ki, uydagilarga telefon qildim. Xolos dedim, kelishing dedim, где-то bir 6 oy yo 1 yilga cho'zildi dedim. Xolos meni kutdim. Yo'q, keyin yana kallam joy. Tasavvur qiling, bu 2 yillik, ya'ni past 1,5 yil, 2 yil faqat o'qib o'rganganimdan keyin bo'lyapti bu voqealar. Tushunyapsizmi? Tushundingizmi? 20 ta kurs ko'rib chiqdim deyapman sizga orada. Mana xolos aytaman, 1 yil to'liq kuniga o'rtacha 6 soat vaqt ajratganman. Hisoblab chiqing, bir 365 kunda. Chunki o'sha odam menga aytdi, bu sohaga masalan 2000 soat o'pshi yig'sang, o'rgangan nima 2000 mi, 1000 mi adashmasam 2000 dedim, shuncha soat yig'sang dedi, bitta senda qanaqadir rezultat bo'ladi degandi-da. Men o'shani hisobladim-da, rostdan ham kunlik hisoblab chiqdim-da. Qanchadir soatga yetdi-da menga. Endi tayyor bo'lsam kerak, o'zimga ham bir ishonch bo'ldi-da, lekin mana shu ishlar bo'ldi-da. Yomon bo'ldim, короче. Keyin o'tirdim, короче dedim, nima qilishim kerak? Bo'ldi. Bitta karta chizdim. Bitcoin 22 ming edi, 24 ming edi. Ethereum 1600 edi. Altlar. Просто tak shunday oldimda, bitta krujok qildimda, pulimni diversifikatsiya qildim. Ya'ni uzoq muddatga ishlayman dedim. 60% pulimga to'liq bitcoin oldim o'sha yerda. 24 mingdan, 24 mingdan oldim. Orderlarim turibdi o'sha yerda, kanalimda o'sha yillarga. Dedim, bugundan boshlab dedim, o'sha o'zimni Prism CryptoSpot, ya'ni Telegram kanalimga dedim, hamma zelkamni dedim, farqi yo'q dedim. Rezultat qilaman, qilmaymanmi? Hamma olgan narsam shu prosta order tashiyman dedim. Prosta tak qilaman dedim. Tashashni boshladim o'sha kundan. Nima olsam, touch screen qilaman, mashincha summaga men uni oldim masalan. $500 ga buni oldim, buni oldim, buni oldim. Tashab bordim. Efir Bitcoin oldim 60% ga, 15-20% gacha o'rtacha aytdim. 20-15% ga Ethereum oldim 1600 dan, keyin qolganiga bir 8 ta altda qolgan 75, qolgan 25% ga 8 ta altda bo'lib bir xil summadan oldim. Prosta partiya qilib tashadim. Yana o'qishni o'zim davom ettirdim. Ana shu 16 ming keyin orada 1,5 oy, 2 oy o'tib 45 mingga chiqdi-da. Alhamdulillah dedim. Ofisda puli chiqdi dedim, bir oyda dedim. Uydagilarim tortaman dedim. 12 telefon oldim. 14 Pro. 15 ham oldim. 15 Pro Max chiqdi o'sha yil. 15 ta ham oldimda, keyin akaga aytdim, mana dedim, rezultat dedim. 1 million bo'lsa dedim, 1 millionni ham mana shu tartibda qilsak bo'ladi dedim. Yo dedi, o'zingni bos dedi. Hayajonlanma dedi. Endi dedim, mana 100 mingni ol dedi. 100 mingni qilib bo'ldi dedim. Tashlasa 100 mingda coinlar kirildi, diversifikatsiya qilindi. Qanchadir qismini qisqa muddatga ishlaydigan bo'ldim, qanchadir qismini prosta investga kirishni boshladim. 2023 oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel, maygacha bozor to'liq faqat o'sgandi. Men faqatgina birinchi 2 oyda Bitcoin, Ethereum oldim. Bitcoin 75 mingga chiqqanda Bitcoinlarimni sotishni boshladim. Ethereumni 2400 mi qanchadir chiqishda sotishni boshladim. U sotgan pullarimni hali o'smagan altlarga yana qayta reinvestitsiya qildim, kirishni boshladim. U topoviy altcoinlarga kirdim, max caplarga kirdim. U max caplar o'rtacha 4x qilish, 4x dan 3-4x berdi-da. Ya'ni haligi 100 ming pul bo'ldi, plus 100. Yil? 2023 yil. Ha. 23 dan 24 ga o'tadigan yilda. Haligi 120 ming pul o'rtacha 540 mingga chiqdi keyin. To'liq, ya'ni 540 ming, 500 ming atrofida bo'ldi. Bu narsa desa, kimdir ishonmasa, Telegram kanaliga kirsin. Hammasi istoriyani bitta hisoblab chiqsin, qilgan foydam hamma narsa. Sotgan joyim ham, sotgan paytim ham foyda qilingan summani ham qo'yganman-da yoqqa. Keyin o'sha Bitcoin sotdim, to'plarni sotdim, keyin va ana bozordagi pul oqimi sekin-sekin kichkina coinlarga oqishni boshladi. Keyin oxiri ana DEXda tugadi keyin. Oxirida memlar ko'tarishni boshladi. Shu bilan keyin bozor уже sekin-sekin уже boshqa etapga o'tishni boshlagan. Ha, yana bu narsa o'sha aytib o'tishimiz kerak. Hozir siz aytishingiz ham hozir odamlarni qiziqtiradi. Shunaqa bo'lar ekan deb o'ylaydi. Bu o'sha bozor zo'r ishlaganda sizni nimangizga nima deydi?
sizni yo'nalishingizga-da endi. O'sha sizni analizingizga to'g'ri ishlaganda shunaqa yaxshi natija bo'lganda, unaqa har doim ham bo'lmaydi. Yo'q, bunaqa endi bu har doim ham bo'lmaydi rostdan ham. Men analizdan ham ko'ra men to'g'ri vaqtda kirdimda bozorga. Ha, o'sha to'g'ri vaqtda kirdingiz-da. Uni nimasi bilan to'g'ri vaqtda kirdim, yetarlicha sabr qildim. Kutdim oxirgacha. Ya'ni 2x, 3x narsalarni ko'tarilganda ham oxirgacha ushladim. To'g'ri, ya'ni anav qilishni boshladim, sekin kamaytirishni, lekin birdaniga chiqib ketmadim bozordan. Ana narsa o'sib, keyin oxiri esimda bor, savakisini 4-5 dollardan olib 24 dollarda sotdim. Niyerda 1-2 dollardan olib 8-9 dollarda sotdim. Ya'ni kutgansiz. Kutdim, oxirgacha kutdim. O'shandan keyin уже uni Telegramda kanal nima qilib, odam chiqib, ko'payib, keyin yana kurs so'rashni boshladi odamlar. O'yladim, kurs ochaymikan yana dedim, shuncha narsa bor dedim. Keyin nima deydi? Shu rezultat keyin alhamdulillah shunaqa bo'ldi. Keyin orada ko'p kishi aytdi, kurs ochish kerak, boshqa qilish kerak. Endi komandam bor, 4 ta odammiz, komandada ishladik o'sha proyekt bo'yicha. Keyin kurs ochamiz dedi. Bo'pti dedim. Kursga tayyorlandik, boshqa qildik. Men kurs bo'yicha aytib qo'yibman-da. Zo'r qilib programma qilib chiqdik kursnikini. Juda zo'r qildik, to'liq qildik. Fundamental ham, texnik ham, hamma tomonlama. Bir kunda 500 ta odam yozildi-da. 500 ta odam yozdi, ya'ni. Lekin kursning narxi ancha qimmat edi. Chunki men o'zim hisobladim, o'zimning qilgan rezultatimga, masalan, 500 ming ishlaganimdan keyin aytdim, shuncha vaqt ajrataman dedim. Ya'ni anchagina yaxshi nima edi. Yozilishdi, qo'shilishdi ham, keyin o'sha zahot keyin to'xtatdim to'g'risi kursni. Sababi qo'rqdim birinchidan. Javobgarligi, ertaga odamlar ya'ni ancha riskli narsa-da. Javobgarligi, o'rgatgan narsangizni tushunishi bor, tushunmasligi bor. Keyin o'zimga bosh og'riq, keyin o'zimni lichni, ya'ni savdodan to'silib qolaman ekan. Ya'ni tushunyapsizmi? Masalan, kurs o'tganingizdan keyin sizda 500 ta ham bor, ana o'shandan 200 tasi qo'shilsa ham 200 ta odamga siz berishingiz kerak, gapirishingiz kerak, tushuntirishingiz kerak. Uni nechtasi sizga gapiradi, asabingizga tegadi. U juda bosh og'riq. Agar vijdonan o'rgataman desangiz. Masalan, men ham ularga o'xshab turib, shunday olib turib, video darslik tashlab bo'ldi, ko'rib o'rganib olinglar desangiz, normalniy. Lekin menda unaqa narsa yo'qda, to'g'risi. O'tirib, mana sizga hozir hammasini gapirib, o'shanaqangi trading, o'zimning ishimni ham shunaqa o'rgatishga yaxshi ko'raman. Keyin aytdim, bolalarga aytdim, yo'q dedim, men o'tmaymiz dedim. Undan ko'ra kela dedim, savdoni davom ettiraylik dedim. O'sha savdoda ishlaylik dedim. Nima kerak dedim. Keyin to'xtatdik, shu bilan keyin kurs sotmaymiz. Hech qanaqa kanal bir narsa qilmaymiz. Ya'ni Telegram kanalimizda shu auditoriya uchun savdolar, ideyalar, bozor analizlari, tahlillarini berib turaman. Instagramda masalan kontent u bir narsa qilaman, u prosta lichniy brend uchun, o'zim uchun. Hech qanaqa uni orqasida masalan qanaqadir kurs sotish yoki kimdandir qanaqadir kanalda qilish emas. Chista bu lichniy brend uchun. Ya'ni nima kerak sizga lichniy brend? Lichniy brend kattaroq proyektlarni boshlash uchun kerak bo'ladi. Bu narsa ochiq, ya'ni investor jalb qilish uchun bu narsa. Eng asosiy maqsad shu. Investor realni, ya'ni mana bu ishda rezultat bo'lyapti, ishlasa bo'ladi, faqatgina mana shu pul qilib ko'paytirish uchun-da endi. Investor bilan qanaqa nimalaring? Endi foizi har xil aka. U narsa. Yo'q, o'zi mana bitta sizda emas, o'zi umuman mana shu sohada olsak, qanaqa olishadi o'zi, misol uchun treyderlar? Hammada har xil kelishuv bo'ladi. Sredniy qanchadandir qanchagacha? 60 ga 40, 70 ga 30, mana shunaqa. Ko'proq, ha? Ko'proq investorga bo'ladi. Tabiiy, u chunki pulini risk qiladi. Ular rozi o'sha riskiga, to'g'rimi? Shunaqa bo'ladi. O'zi обычно mana shunaqa, boshqa bizneslarda ham o'zi o'rtacha mana shunaqangi foizda ishlashadi, adashmasam o'zi. Mana hozir yana misol uchun bironta yaxshi tushunadigan, yaxshi savdo qiladigan bola misol uchun ko'rib turibdi deylik bizni. Mana o'sha bola investor topish uchun qayerdan topsa bo'ladi investor? Bitta
narsa aytamanda, hozir mana shu mavzuni o'zi bekor ochdikda. Yo'q, men to'g'risi investor bilan ishlashga unaqa qilmayman. Ha. Maslahat Targ'ib bermayman, targ'ib qilmayman to'g'risi. Targ'ib qilmayman, chunki bu juda katta javobgarlik, juda katta nima deydi, stress deydim, chunki ertaga u narsaga javob berishingiz bor, boshqa bor. Biz ham masalan o'zimizda akalar bor, tanishlar, o'rtoqlar bor, mana shu jamoamiz bor, o'shalar bilan maslahat qilib, boshqa qilib ishlaymiz, lekin buni hamma trader, investor bilan ishlash kerak degani emas. Eng ma'quli, eng tinchi o'zingizda o'sha 10 ming plyus bo'lsa, 20 ming plyus bo'lsa, shoshilmasdan ana shuni ishlaganingiz 1000 marta ma'qulda. 1000 marta o'sha o'zingizni pulingizni aylantiring degan ma'qulda. Tushunyapsiz? Chunki bu narsada men maslahat bermayman-da, xullas. Endi o'zingizga uverin bo'lsangiz, agar rostdan ham nimadirga ko'z yetadigan bo'lsa, ishlasangiz yaxshi, lekin hammaga emas. Hozir buni ko'rib, investor topishim kerak, taqob pul bering, boshlanib ketishi mumkin-da. Shunga o'zingizda masalan $1000 pulingiz bo'lsa ham, xotirjam o'zingizni aylantirganingiz yaxshiroqda. Lekin umuman o'zi aytganimizdek, kechirasiz, baribir misol uchun $1000 bilan tam $20,000 $20,000 qilish ham, tем более hozirgi bozorda juda qiyin-ku, misol uchun почти нереальный narsada endi. Demoqchi bo'lgan mana o'sha qanaqadir summa investitsiya olmoqchi deylik, sherikchilik qilmoqchi misol uchun kimdir bilan mana tushunaman. Pul tiksang, mana riski mana bunaqa. Mana misol uchun kuniga tam savdoyim mana bunaqa, bir oyda mana bunaqa o'sha deb tushuntirdi deylikda, o'sha kimda qayerdan qidirish kerak o'sha odamlar? Endi qarang. Qayerdan qidirish kerak? Sizda agar rezultat bo'lsa, natija bo'lsa, siz ularni qidirmaysiz, ular sizni qidiradi. Natijangiz bo'lsa. Biz masalan men nima deydi? Birovga borib investitsiya menga qil demaganman. Taklif tushilgan menga. Masalan, o'zlari tushgan. Prosta men nima ish qilgan ishim, Telegram kanal ochdim. Mana birinchi savdolarim $50 dan $20 dan boshlangan. Mana $20 ga mana uni olyapman, mayta kiraman, mayta chiqaman. $100 dan mana kiryapman, mana chiqyapman. Mana shundan boshlangan xolos. Masalan, o'sha 20 ming depozit olganimda ham o'sha savdolarimni $500 dan ochganman. Masalan, o'shanda ba'zilar kuzatgan, degan qancha summa bilan kiryapti Nodir deyapti-da, $500. Deyapti-da. Ya'ni sizda rezultat bo'lsa, u summaning ahamiyati yo'q-da. Nima ahamiyati bor sizga masalan? Sizda bozorda bilsangiz, nima qilishni bilsangiz, prosta o'zingizni bor pulingiz bilan kirasiz endi, nima qilasiz masalan? Agar o'sha $500 ga $50 ming bilan kirganingizda, o'shanga yarasha foyda qilasiz, tushunyapsizmi? Prosta ya'ni menda shunaqa rezultat bo'ldi, ko'rishdi, qarashdi, prosta taklif tushdi menga. Men birovga borib turib, menga nima qilgan, boshqa qilgan deb nima qilingan. Prosta taklif tushilgan, o'sha bilan boshlanib ketgan investitsiya. Boshida bo'lgan lekin bunaqa. Ha? Boshida 5 mingni so'raganmisiz o'zingiz? Yo'q, 5 mingni so'ramaganman boshida, to'g'risi. U ham taklif bo'lgan. Ya'ni bitta aka o'zimni shogirdim bo'lgan. O'zimni o'rgatib, shogirtib, o'qitib yurgan bolam bo'lgan. Aka bo'lgan, bitta aka. Keyin shunaqa taklif bergan. Bitta sentyabr, oktyabr, men aka deganman, yo'q deganman, hozir tayyor emasman. Yanvardan olishim mumkin deganman-da, 2023-yil yanvardan olishim mumkin deganman. O'shanda keyin kutgan, mana yanvarda tayyorman aka, bitta proba qilib ko'ramiz, davay. Keyin boshlanganda shundan keyin o'sha 5 mingning rezultati Dubaydagilar ko'rgan. Keyin endi asosan o'sha 20 mingdan boshlagandan keyin o'sha kanalga hamma narsani ochiq qo'yganimdan keyin o'sha rezultat bo'lgandan keyin alhamdulillah keyin chiqishni boshlaganda. Ya'ni sizda konkretni plan bo'lsa, ish bo'lsa, siz ular qidirishingiz shart emas-da. Ba'zilar masalan investor qayerdan topay deb so'rashadi-da mendan. Mana shu savolni beryapman. Yo'q, o'shalar hammasiga bitta javob berasiz. Bitta javob aytaman, siz ishni zo'r biling, hech kim siz qidirmaysiz ularni. Sizni qidirib kelishadi-da. Bo'ldi, javob shu. Tushunyapsizmi? Javob shu. Nima deydi? Shunaqa. Hech kimga misol, qanday masalan bitta siz ishni bilasiz, boshqa qilasiz. Ishni cho'tki o'zingiz qilayotgan ishingizni bilib, qanday qayerdan nima ish qilishni bilsangiz, agar qiladigan bo'lsangiz, o'zi chiqib keladi-da sizda. Kerak bo'lsa, misol, masalan, menda hech kim pul bermagan taqdirda ham kerak bo'lsa, mashinamda bitta aytdagi uyimni sotaman-da, o'sha uyimni aylantirib ishlayveraman xohlasam-da.
Xohlasam-da inshaalloh bunaqangi nima emasu. Ishni главный mana sohaga qaratish kerak-da. Ba'zilar masalan sohani to'liq o'rganmasdan turib investor qidirishga tushib ketadi-da. Darsda o'rganadi, analiz qiladi, 2-3 ta zilka o'xshab qolsa, menga investor kerak, men ofis ochishim kerak, kompyuterda 4 xil monitorda olishim kerak, eng qimmatini olishim kerak deydi-da. Yo'q, shart emas. Nima kerak bor? Tushunyapsizmi? Mana shu telefon, masalan, hozir men bu hamma kompyuterim bittasi Yevropada, bittasi Dubayda. Notebookni olib kelganman, ochganim yo'q, kelganimdan beri 2 haftadan faqat telefonda qarab, o'sha nima qilyapman, o'sha bo'ldi. Da, tushunadigan odam telefonda ham qilaveradi. Endi boshlab turib ofisga rasxod qiladi, kompyuterda olishni boshlaydi, investor qiladi, olib qo'yadi muncha, keyin o'tiradi nima qilishini bilmasdan bitta yamaga tushgandan keyin. Chunki shunaqa holat bo'ldi, bizda bolalar bilan boshladik, 4 ta 5 ta bola, o'zim shogirdlarim bordi, boshqa bor edi. Ularga men bunaqa narsam borda, menda bitta narsani bilsam harakat qilaman. Bunaqa narsa. Sizga masalan hozir aytaman-da, aka o'rganmoqchi bo'lsangiz, mana odam o'qing yoki mana buni qiling. Inshaalloh mana shunaqa bo'ladi deb aytaman bo'ldi. Masalan men o'zimni siz mendan o'rganishingizga, men sizga mana uni ключевой joyini aytaman, bitta sekreti bor deb o'tirmayman-da. Hech qanaqa sekret yo'q. Kirasiz, izuchat qilasiz, o'rganasiz-da. Hech qanaqa nima yo'q. Plus aytganim o'sha shogirdlarimga ham o'sha payt aytardim, ukajon derdim, men mana shu odamda bir narsani ko'rdim, mana shuni o'rganyapman, mana shuni o'rgansak ham. Kimdir o'rgandi, boshqa qildi. O'zimni shogirdim bo'lmasa, o'sha keyin undan o'rgangandan keyin, o'sha motivatsiya olgandan keyin aka investor deb qoldi. Men aytdim, undan rostdan ham bir so'm nimam yo'q edi. Просто aytdim, ukajon shoshilma deyapman-da. Shoshilma desam, yo'q deyapti, aka deydi, bitta joyda deydi $300 ming investitsiya bor deyapti. 4 ta odam bo'lib Turkiyaga ketmoqchimiz deyapti-da. $300 ming investitsiya beryapti. Turkiyaga borib o'shda ofis ochib ishlaymiz deyapti. Shu payt aytdim unga men. $300 ming qo'lingda deylik deyapman-da. Turkiyaga borasan deyapman. Ofis olasan deyapman. Ofising nechi pul? 1,5 ming. Yeb ichishing 1000. 4 kishiga. 4 kishiga olsangiz, ofisda yotmasa kerak 4 kishi hammasi. Bitta uy oladim, ikkitadan olsa ham, uni ham kamida $800-900 bo'lyapti. Endi oila bola chaqasi bor, uni orttirishi bor. $300 ming dan foyda qilgan foydadan sherikchilik bor. Nima qoladi? Nima qoladi o'shandan? Tushunyapsizmi? Ne keyin o'sha narsani yig'ishtirsangiz, o'sha ishlaydigan pulingiz o'zingiz o'sha mashinangizni $10 ming sotib, o'sha $10 ming dan qilgan pulingiz kelyapti deb qo'pol qilib aytsangiz, nomi $300 ming, shuncha ofis bog' ovora, unga odam lekin o'zi 10 ming pulingizni o'tirib 2 soat kirib. O'sha yaxshi-da, tinchgina nima kerak? Tushunyapsizmi? Ana shu narsani aytdim, boshqa qilganimda ko'p kishi tushunmaydi-da bu narsani, ana summaga qiziqib ketadi. Keyin mana o'rganishini ham to'xtatib qo'yadi-da keyin. Ertaga ana narsani olgandan keyin rezultat bo'lmay qolsa, o'sha hafsalasi pul bo'ladi, boshqa bo'ladi. O'shaning uchun ishni natijaga ishlash kerak. Ya'ni bozor kecha bor edi, hozir ham bor, ertaga ham bo'ladi. Har doim imkoniyat bo'ladi. Masalan, 4 yil ichida men rosa ko'p imkoniyatlarni o'tkazib yubordim, ba'zidan foydalandim, boshqa bo'ldim. Bozorda любой время imkoniyat bo'ladi inshaalloh. Tirik bo'lsak. Faqatgina shoshmasdan o'rganib, case qilib o'ziga, ya'ni qanaqadir natijalarini qilib, aniq yo'lini topgandan keyin sekin u narsa keyin o'zi yaqinlashadi. Sabrda ozgina. Sabr o'rganish. O'rganish. Mana shu narsa so'ramoqchi edim. Ko'proq odamlarda yo'qotish nima sababdan bo'ladi? Mana imенно mana shu tradingda yo'qotish, o'sha katta yo'qotishlar bo'ladi-ku. O'sha sliflar, boshqalar nima sababdan bo'ladi deb o'ylaysiz? Tabiiy, ya'ni sohani yaxshi tushunmaganligidan bo'ladi-da. Sohani yaxshi tushunmaganligidan, emotsiya to'g'ri boshqarilmaganligidan, qo'rquv yoki ochko'zlik. Foyda bo'lganda yaxshi vaqtida chiqilmaydi. O'ziga ancha qattiq uverin bo'laveradi odam. Masalan, bu xato menda ham bo'ladi, haligacha bo'ladi. Bundan keyin ham bo'lishi mumkin, insonmiz. Lekin u narsadan kam-kamdan xulosa chiqarib odam beti qotadi-da keyin. Uni
diding qotib ketibdi deydi-yu. Shu narsa sekin qotgandan keyin shu normal qarashni boshlaysizda. Boshida tabiiy hammada minus qilgandan keyin odamda stress bo'ladi, qo'rquv bo'ladi. Bozorga kirishga qo'rqib qoladi. Даже mana cho'tki zo'r уверенный pozitsiyaga ham yo kam summada kiradi yo kirmaydi, o'tkazib yuboradi. Qo'rquv. U foyda yo'q degani-da. Zarardan keyin foyda ham bo'linmayapti deganda. Sizda shunaqangi sovuqqonlik bo'lish kerakki, bozor qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar o'zingizni tanlagan yo'lingizda prosta bir tekisda davom etishingiz kerak-da. Tushunyapsizmi? Masalan, to'g'risi mana yaqinda o'sha katta likvidatsiya, ya'ni bitta u bo'lmadi, undan keyin ko'p bozorda manipulyatsiyalar bo'ldi-da. Ya'ni umuman mana shu oxirgi 4-kvartal juda qiyin bo'ldi bozorda. Men o'zim mana yaxshi degan treyderlar ham minusda chiqdi-da bitta kvartaldan. Yaxshiga minusda chiqdi. O'zingizdachi? O'zim ham rosti juda qiyin bo'ldi mana shu 3-oxirgi kvartal. 2025 spot uchun mana shu dabdala bo'ldi lekin. To'g'risida. Lekin to'xtaganimiz yo'q, ya'ni inshaalloh, chunki bundan oldin biz shuncha rezultat qildikmi, dalshi qilamiz, ya'ni. Hozir chetda tugatsiz, yoqda shuncha imkoniyatlar qolib ketadi. Shuning uchun ya'ni bir xil qarashga, issiqqa ham sovuqqa ham bir xil qarashga o'rganasiz, keyin sekin-sekin sizda natija bo'lishda boshlaydi-da. Xato o'shanda bo'ladi. Ko'pda treyderlar zo'r analiz qilishi mumkin, grafikni zo'r tushunishi mumkin, yaxshi bo'lishi mumkin, lekin mana psixologiya, qo'rquv, odamning o'zida ichida duh ham muhim rol o'ynaydi-da. Ya'ni duh deydi-ku, tavakkalchilik, ya'ni aql bilan baribir tabiiy bu narsa. O'sha ko'proq tavakkali bo'lgan odam rostdan ham yaxshiroq natija bo'ladi. Endi bizda begatsizlar bilasizku aka. Davay bismillah deb bosamiz deydi. Shunaqangi narsa ham bo'lish kerak. Lekin bu narsani ko'pi ham zarar, haqiqatan ham ko'pi zarar. Men o'zimni u narsa sal ko'proq deb o'ylayman. Ya'ni risk ko'p qilaman, katta qilaman. Lekin kerak. Haddan tashqari qo'rqoqlik, ehtiyotkorlik ham sizni ko'p foydadan qolib ketishingiz nima qiladi? Haddan tashqari duxingiz baland bo'lgani katta zararga olib kelishi mumkin bo'ladi. Ya'ni u narsani normada ushlash kerak. Uni norma qiladigan narsa tabiiyki grafikni zo'r analiz, risk management, money management. Ana shu narsa sizda balansingiz ushlaydi. Masalan, keyin o'zi aytayapman, oyiga 8-10% o'zingizga limit qo'yib olsangiz bo'ldi. Ana shu narsaga qanoat qilishni o'rgansangiz, endi bu stabil demayman, lekin bundan ham ko'proq qilsangiz bo'ladi. 25-30% gacha ham qilsangiz bo'ladi-da, kerak bo'lsa. Masalan, men yilning boshida boshladik nimada, общий panelda masalan bitta o'sha o'zimni trader panel qildi. Общий depozitni 150% ga ko'tardi. Endi lekin u ishlagan, aralash ishlagan. 150% общий depozit ko'tardi. Aralash futuresda ishlagan. 150% depozitni o'rtadi. Men endi hozir nima deydi, bu narsani targ'ib ham qilmoqchi emasman-da, to'g'risi, lekin men biroz hozir gap bo'lgani uchun aytayapman. Bu professionalniy treyderda aytayapman-da. Lekin spot bozori o'ldi. Ya'ni 2025da rostdan ham spotda juda qiyin holat bo'ldi. Tushunyapsizmi? Kimdir aytishi mumkin, bozorda orada korreksiyalarning ko'tarilganda mana rezultati, natijam deyish mumkin, lekin bu stabil bo'lmadi. Altcoinlar hammasi faqat oqdi, 80-90% gacha oqdi. Sanoqli altlar ko'tarildi, masalan BNB, XRP, XLM, XMR masalan sanoqlilar ko'tarildi, masalan Tron o'zini ushlab qildi. Qolgan Ton manjo tushib ketdi. Ton masalan tushib ketdi. O'shaning uchun spot juda qiyin bo'ldi. Lekin o'sha professionalniy treyderda o'sha imen nimasida 150 atrofida. Lekin bu juda qiyin narsa. Ya'ni buni bitta odamni ko'rdim men, bu narsani qilgan odamni. Realni ko'zim oldida qilgan odamni. Boshqa odamda men Hozir nimalarni ushlab o'tiribsiz kashlogingizda? Hozir menda jami kriptovalyutalar hammasi bor deyman. Topdagilar. To'plari to'g'risi Ethereum bor. Ishonasizmi? Qattiq quchoqlab, mana shuni qutqaradi deb. Ton bor, Arabi bor, Nier bor. Tonni qanchadan oldingiz? Tonni har xil qilib olganman, to'g'risi. Tonni
Shunda mana shunaqa qilib olganman. Lekin asosiy savdolarim to'g'risi yilning boshida bo'lgan ko'p savdolarim. Ular ancha tushdi lekin to'g'risi. Endi o'rta bunaqangi kichkina bunaqa savdolar qilib ko'tarib nima qilyapmiz, lekin baribir bizga bozorga bitta yaxshi pamp kerak. O'sha pampni kutyapman. Realni o'sha pampni kutyapman. Xo'p, Efir, ton, RB, Link, Avax asosan top fundamental coinlar. Keyin undan keyin o'rta kapli coinlar, market capi o'rtada bo'lgan. Ular hozir low capga ham aylanib qoldi o'sha. Ko'p tushdi. Ulardan ko'p dotlar endi ko'p topdagi katta nimalar bor. Tia bor. Tia ham ancha nima qildi, tushdi u ham. Shular. Mana sizga kashlab bering, ko'rasizmi? Ko'rsatay. Oxirida ko'ramiz. Shunaqa, shu paka ushab turibmiz, sotganim yo'q. Sotganimiz yo'q, naborot ko'proq yana olishga qiziqyapman. Lekin hali bozorda bir qanaqadir aniq signal yo'q altlar uchun. Davay tortib ketadi degan. O'sha momentni kutyapman to'g'risi. Keyin qarangda, mana yana bitta nima bor. Shunaqa fikr bor. Mana altlar bilan deyishadi bir xil traderlar. Qancha savdo qilsang ham deydi, Bitcoin'ni oshishiga yeta olmaysan baribir deydi. Ya'ni prosta Bitcoin'ni olib qo'ysang ham mana shu muddatda shu foydani qilasan deydi. Eshitganmi shunaqa? Mana misol uchun siz boya Bitcoin 22 ming edi dedingiz, kirganingizda bozorga. 125 mingda 450 ming qildim dedingizmi? Ya'ni o'sha 22 mingligida prosta Bitcoin'ni olib qo'yganingda ham 100 mingga chiqqanda o'sha pul bo'lardi. O'sha pul bo'lyapti rostdan nima? degan fikr bor-da shunaqa. Pul bo'lyapti rostdan nima? Unga qanaqa qaraysiz? Yo'q, to'g'ri. Masalan, Bitcoin'da aytdim, 22 mingdan olib 75 mingdan sotganimdan keyin boshqa altlarga kirishni boshladim. Rostdan ham ularni 4x, 5x qildim. O'sha yana 120 mingda o'sha 500 ming qilgan narsa o'zi menda altlar ko'tarib berdi. Altlar ko'tarildi. Ya'ni Bitcoin unaqa men 100 ming, 200 ming dollar olmaganman-da. O'zi olsam Bitcoin'da o'rtacha 20 mingga olgandim-da. 20 ming 30 ming shunaqa qilib olganman. Keyin o'sha Bitcoin'ni sotib altlarga kirdim. Altlardan lekin o'sha foydani qildim, rostdan. Meni o'zimda o'sha paytdagi eng katta xatoyim deb bilganim, endi mana Bitcoin o'sgandan keyin aytayapman, buni baribir Bitcoinga baribir qayta kirish kerak edi. Bitcoinda mana shunaqa narsa bo'ladi. Bitcoin baribir lokomotivni boshi, parovoz desak, qolgan altlar hammasi uning orqasidan ergashadi. Tabiiyki, qachon Bitcoinga pul kiradi, keyin efirga, keyin altlarga kiradi. Agar Bitcoin bo'lmasa, altlarning umuman keragi yo'q, musur narsa-da. Hozir ham o'zi musur narsa ular. Bitokka kiradi, bitokdan chiqqan pul altlarga kiradi. Altlardan soqqa qilinadi vaqtinchalik. Ana shundan qilgan foyda yana qayta bitokka kiradi. Shunaqa narsa bor-da. Bitcoin bu ya'ni nima deydi? Bu yangi davr deydimi, bir mo'jiza deydimi, bir mana shunaqangi bir narsa-da. Hozirgi paytda ko'p kishi bu narsani hali qabul qilmayapti, kimlardir tushunyapti. Tasavvur qiling, o'sha bitokni hamma o'sha qabul qilyapti, rezervga kiryapti. Bitcoinda, ya'ni o'tayapti-da u narsa, lekin atiga masalan 2 trillion pul bor ichida-da. Ya'ni yana nechidir foiz neaktivniy kashlyogda. Bitcoinda ana qabul ko'paytirib bo'lmaydi, boshqa qilmaydi. Ya'ni tillaga nisbatan ancha tezroq, osonroq kapital yig'adi. Bemalol yig'adi. Masalan, tilla necha yilda masalan 20 trilliondan oshdimi hozir kapitalizatsiyasi? 20 trilliondan oshiq bo'ldi-da hozir. Undan ham oshib ketdi. 23-25 trilliondan bo'lgandir hozir. 4600 unsiyaga chiqdi adashmasam. Lekin bu kapitalni Bitcoin qisqaroq vaqtda tezroq yig'adi-da. Tasavvur qiling, hozir 20 trillion emas, 10 trillion bo'lsa, bu degani Bitcoin 10x o'sdi deganda. 5x o'sdi degani. 2 trillion bo'lsa, 10 trillion pul yig'sa 5 barobar ko'tariladi kapitalizatsiya.
10 trillion yig'sa-da, 5x degan bitcoin hozir o'sha $500,000 bo'ladi deganda. Chunki masalan $16,000 bitcoinda 100,000 ga chiqadi desa, biz uchun o'sha paytda endi-da ajoyib bir qanaqadir fantastika, umuman iloji yo'q narsa-da. Shunaqa. Yaqinda ham shu bittasi bilan gaplashganda aytyapman-da. Ya, u puzir dedi-da. Aytyapman, $500 ham shunaqa deyishgan. $1000 ham shunaqa deyishgan. $10,000 ham shunaqa deyishgan deyman-da, rostdan shunaqada. O'zim $1000 nechta odamga o'sha payt Masalan, hozir davay deb. qarangda, bitta, ya'ni o'ylayman-da o'zim ham. Tillarni hozir kapitalizatsiyasi mana 25 trillionga chiqdi deylik, Hozir odamlar tilla ko'tarilib ketyapti, tilla yig'yapti-da. Tilla yig'yapti hozir ko'tarilib. Masalan, o'qib o'sha tilla yiqqan tillasidan qancha foyda oladi hozir? Hozir o'sha tilla necha yil deganda masalan bir adashmasam bir 40 yil oldin bunaqangi o'sish bo'lgan ekanda tillada. Bu darajada. Hozir mana bo'ldi-da, prosta. 40 yil oldin bo'lgan ekan. Bu darajada qisqa muddatda o'sgan ekan. Shundan keyin yaqindagi yurishi ham 9 yillik konsolidatsiyada yurgan, diapazonda yurgan. Endi mana o'sdi-da. Tushunyapsizmi? Endi hozir u tilla olib qo'ygan, tillani men aytmayman, masalan tilla olmash kerak deyman, lekin tillardan olib foyda qilmoqchi bo'lgandim, qancha foyda qilmoqchi bo'ladi? Bu sizni o'zingiz tradingda mana boshida tushunadiganlar kiradi, tushunmaydiganlar kirgani uchun oshadi narx. Tushunadiganlar oladi, tushunmaydiganlarga sotib, hozir yana o'shalar yeyapti. Qarang, tepada olib qancha foyda qilmoqchi deyman-da. Yana hozir ular o'ylaydi, masalan, hozir yo tillar narxi hozir 100 ming, ertaga o'sha $200,000 bo'lib ketadigan-dek yopishib olyapti-da hozir. Yo 20 trillion pul yana kirish kerak plyus tillarga-da, agar 2 barobar o'sish uchun. Uni iloji deyarli yo'q-da, juda qiyin masala. Uning uchun yillar kerak, masalan, kamida 50 yil kerak bo'ladi, balki 30 yilda. Lekin Bitcoin desangiz, puzir deyapti-da. Bitcoin deyapmiz. Masalan, hozir tilla qancha hozir? $100,000 mi? 20 trillion kapitalizatsiyaga deylik. Bitcoin hozir 2 trillion. Tushunyapsizmi? 2 trillion. Xuddi hozirgi tillarni $10,000 dan olgandek bo'lyapsiz. Hozir Bitcoin olib qo'ysangiz. 10 barobar kapitalizatsiyasi kamda, potensial bor lekin shuncha kapital yig'ishga. $10,000 dan 1 kilo $10,000 dan 1 kilo tilla olasanmi desangiz, kim olmaydi hozir? Liboy odam oladi-da, to'g'rimi? Ayni hozir Bitcoin o'sha shansni beryapti-da. Yo, to'g'ri, prosta odamlar o'sha narsada, qo'lida ushamagan narsasiga ishonmaydi. Endi o'zi biladi yaqin. Shu narsada, shunchaki shu. O'zi ma'lumot qilib aytib qo'yibman. Misol uchun million dollarlarga qanaqadir NFT kartinkalar sotilganiga misol uchun kimgadir aytsangiz tushunmaydi ham nimaligini misol uchun. Keyin yana bitta narsa, bunaqa narsa-da, mana bular tillarni olib qo'yadi, tilla ko'tarilib ishonch bilan olib qo'yadi. Lekin nimagadir Bitcoin yoki Ethereum olsa, ularga o'sha olgan kunidan o'sishni boshlash kerak, ertaga shuni 2 barobar chiqarib ketish kerak degan narsa bor-da. Tushunyapsiz? Ya'ni uni bo'ldi oldim. Masalan, bir xillar puli bo'lib qolsa, uy olib qo'yadi-yu, yo mashina olib qo'yadi, yoki masalan ayoliga tilla olib beradi, aldab men senga podarka deydi. Aslida uni maqsadi mulkini ko'paytirish bo'ladi. Lekin yerda bir 2 yil, 3 yil, 4 yil, 5 yil sotmaslikni plan qiladi-da u. Lekin nimagadir kriptoga kirganda u sirazi qilish kerak bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni farqini. Chunki yana bu boyagi narsa. Tradingda kriptoni odamlar boyib ketasan deb tushuntirishadi. Reklama shunaqa. Sirazi boyasan deydi-yu. Bugun bo'lar, ertaga tugab qoladi degan. Jahlim chiqib ketdi, $500 bilan kirib $40,000 qilib tashlayman deydiganlar bo'ladi-yu. Ko'rgansizmi? 2 hafta zeriksa pul qiladi. Zerik hozir pul qiladi. O'shanaqalarni eshitgandan keyin o'ylaydi. Endi biz ham shunday qilsak. 200 mingga olib qo'yib nima boyib ketmayapman. Shuning uchun bu seriyozli achinarli holat, bu mediani ta'siridan-da, mana Instagram yomon. Boshqa joyda bu darajada ko'rmadim-da men, boshqa treyderlarda, masalan, rus auditoriyasida yoki ruslarda auditoriyasida yoki, chunki ular xolis fikrlaydi-da.
anavi qiladi. Ko'zini ochib qaraydi, to'xta deydi-da. Bizdagilar nimagadir shunday qo'shilib ketadi-da omma. Endi shu anavi pul topishni xohlaganlar ko'pda. Oson pul topishdi. Chuda knopkani, mo'jiza knopkasini qidiradiganlar ko'p. Shunaqa. Bossam bo'ldi, uchib ketdi. shu narsa. Pampni qidiradiganlar ko'p bizda. Pamp. Pamp qilishdi yaxshi. Shunga. Mana yana bu narsa bor-ku. Mana nima uchun ko'p treyderlar mana Dubayga ketadi. Dubayda ishlaydi. Nima uchun? Mana tushuntirib o'tishimiz, odamlar tushunishligi uchun-da просто. Nima deydi? Men Dubayga ketishimga sabab yoki chetga chiqib ishlashimga sabab bu o'sha nimadan alohida bo'lib, xotirjam o'zimga qulay bo'lgan komfort joyda ishlash birinchi o'rinda maqsad. Ba'zilari masalan yaxshi ob'yom qilib yaxshi ishlaydiganlar bor. Masalan, aytishsa, ular ham aytishsa, nima uchun Dubayga ketmayman? Chunki oilam bilan qolgim keladi, ota-onam yonida qolgim keladi. U ham to'g'ri fikr bir tomoni. Chunki men ham ketdim Dubayga. Masalan, shartnoma qilganimizdan keyin ular bilan shartnoma qilgan odamlar va Dubayda yashaydi. Baribir hech kim siz O'zbekistonda bo'lsangiz, men Qozog'istonda bo'lsam, siz ko'rmagan, bilmagan odamingiz bilan ishlay olmaysiz. Borishingiz kerak yo u kelishi kerak bo'ladi-da. O'sha sabab ham bor. Borib bitta ofisda o'tirib, menga ham misol ota-onam begotda, O'zbekistonda ko'rgim keladi, sog'inaman, boshqa qilaman. Menga qolsa masalan uyimda o'tirib ishlaganim 1000 marta yaxshi. Mana hozir sizga aniq sababi haqiqatan ham ishlaydigan odamlarim chetda yashagani uchun men ham o'shda bitta jamoa bo'lib ishlaymiz-da, o'shaning uchun ham. Shu ekan hozir mana sababi asosiy. Rostdan ham o'zimga qiziq bo'ldi. Topdik hozir. Topdik mana javobini. Lekin rosa sog' 2,5 yildan beri bora olmadim. Ishim sabab bora olmadim-da mana shu soha uchun. Bo'lmasa yaqin. Yaqin bo'lmasa Soatli yo'l bor. Kilometr aka, tushunyapsiz? Yarim soatli yo'lda. Ukamni to'yi bo'ldi. Yaqinda shu to'y sabab bor deb keldim-da. Ito ketish kerak, ish borib, ishlar bor, kutyapti. Yaqinda yana ketasizlar уже. Ketamiz, ana shu 3-4 kundan keyin bilet olib, inshaalloh ketamiz. Shuning uchun shunaqa, lekin baribir ham uyga kelib, begotiga kelib maza qildimmi, ozgina bo'lsa ham o'sha bo'ldi, yetadi shu maza. Ko'p yurib olsangiz ham yaxshi emas deydi. Shunaqa. Lekin bu sohani eng plus zo'r tomoni dunyoning bo'y chekkasida bo'lsa ishlayverasiz-da. Internet bo'lsa bo'ldi. Hisobingiz bo'lsa ishlayverasiz. Shu zo'r narsa. Shu mana boya aytganimdek, shu bitta kimni Gerchik по-моему aytdi shu gapni. Boyib ketishga qiziqmanglar deydi tradingda. Misol uchun $20,000 depozit bilan $2,000 qilsang bo'ladi oyiga deydi. O'sha $2,000 dunyoni ko'p joyda yashashga yetadi deydi. Tabiiy. Shunaqa deydi. Просто mana shu agar shunaqa yashashni xohlasalaring sizlarga to'g'ri keladi deydi. Shu kasb. Bu ham kasbda. Olib qarasangiz, odamlar просто tushunmaydi uncha. Bu shunaqa bitta kasb. Kasbga qaragandek qarasangiz, o'zingiz boya aytgandek, kuniga tam nechadir soat sarflab o'sha narsaga o'tirib, shu odamlar tushunishini xohlaymiz-da albatta. Chunki boya aytganimizdek o'shanaqa yolg'on kurslar o'tadiganlar juda ko'p-da. Pul kerak bo'lib qolsa kurs o'tadiganlar. Juda ko'p. Ularga aldanadiganlar juda ham ko'p-da. O'zim tanishlarimda ham ichida ko'p bordi. Misol uchun aytadi. Men rostdan mana fikrim, misol uchun, tex analiz o'rgatadigan tex analiz ham misol uchun har doim ishlamaydi u narsa ham, u ko'rsatadigan narsasi ham. Manipulyatsiya qilish juda osonda, misol uchun. O'sha shortga ham, longga ham pul qo'yib, o'sha qaysi bir o'xshasa o'shanisini Telegramga qo'yib, misol uchun manipulyatsiya qilsa bo'ladi odamlarni. Mana bunda buncha qancha pul qo'yganingizni qo'ymasdan, просто foizini mana shunchaga ko'tarildi deb. Mana shunaqa qilganlarni ham bilamiz qanchasini. Odamlar aldanadi. Hozir siz bilan mana shu realniy trading haqida haqiqiy gaplashganimiz yaxshi bo'ldi. Mana shu hozir gapingizni nima qildim? Bitta mana aytib ham qo'yapman, buni aytdimmi yo'qmi? Sohada masalan sohada 100 ta odam boshlasa, 2 tasi yo bittasi olib ketadi. O'zim tajribamdan oldim, masalan 300 ga yaqin shogirdim bo'lgan bo'lsa, bitta ham chiqmabdi 300 tadan ichida. Yo'q.
bitta ikkitasi chiqibdi-yu, tortib ketasan, harakat qil dedim. Itto o'sha anaqa qildida, nima deydi, shoshildi-da. Yana anaqa qilib qoldi-da. Lekin u bola rostdan ham nima deydi, yana hozir ham harakat qilsa tortib ketadi. Rostdan ham eplab ketadigan bola. Lekin 300 ta odamdan shu bitta va ikkita bola chiqdi-da. Qolganlari yana boshqa ishlarni qilib. Ha, shunaqa. Chunki bu soha o'sha internetga chiqarib ko'rgandan keyin bitta narsa aytish kerak-da. Masalan, bu sohada professional, ya'ni masalan ishlab, rostdan ham qilaman desa, kimlar uchun masalan oldin disiplinada nimadir qilgan odam bo'lish kerak-da. O'qigan, masalan siz o'zingizda asosiy kasbingiz stomatologiyami? To'g'rimi? Institutda qanaqa o'qigansiz, to'g'rimi aka? Kitob, masalan siz menimcha nima deydi, bitta odam maslahati bilan stomatolog bo'lib qolmagandirsizda. Siz kitoblarda o'qigansiz, tugatgansiz, disiplina bilan kechib payt uxlamagansiz. Tushunyapsizmi? Endi sizni sohangizga oid yoki masalan tradingda ham siz uje umuman sohangiz boshqacharoq bo'lsa ham, lekin siz qandaydir olishingiz mumkin. Olib keta olasiz. Chunki siz bitta narsani ushab, ya'ni miya, bilim tomonlama demoqchiman. Aqliy mehnatga u narsaga sizda fundament bor. Siz liboy sohani o'rgana olasizda. Sizda chunki baza bor, o'qigansizda. Tushundingizmi? Sizga oson tushuntirish bir narsani. Birisi aka, mana shu ish, mana narsani qilasiz, 4 soat faqat stabilni ishlashingiz kerak deysiz. Lekin oldin o'qimagan, masalan, o'zini bazaviy bilimi bo'lmagan odam ham tradingga kirib kelyapti-da. Dars o'tyapti-da, eng qizig'ida. O'sha yana. Maktabda masalan 3 ga o'qiganmi, 1 ga o'qiganmi, lekin tradingdan dars o'tyapti-da. Masalan, matematikadan hozir matematikani to'liq bitirmaganda, kerak bo'lsa boshlang'ich matematikani bitirmagan desam ham bo'ladi. Masalan, hozir matematikadan bitta savol bersangiz, kerak bo'lsa javob bera olmaydi-da. Lekin tradingdan risk management, money management o'sha narsalarni o'rgatyapti-da. Osonda u, chunki juda ham mana internetdan shunday informatsiya ko'p-ku, o'sha o'zbekcha psixologiya o'qimasa, trading psixologiyasini o'rgatyapti. Rus tilini bilsa bo'ldi. U rus tilida bo'lgan kurslarda rus perevod qilib o'zbekcha taqdim qilish. Institutlarda bizda psixologiya darsi bo'ladi, filosofiya bo'ladi, masalan, darslar bo'ladi, masalan, men o'zim Qorako'lda o'qiganman-da. Maktabda, kollejda 1 yil o'qiganman-ki, kollejda biz begotda bilan qanaqa bo'ladi? O'sha narsalardan shunday qochib Qorako'lga ketib 2 yil fizika, matematika bo'yicha o'qib, tugatib, institutga kirganmiz endi. O'sha davr bilasiz qanaqangi sistemada bo'lgan institutlar. Ya'ni fizika, matematikani polni tugatib chiqqanman. O'sha bilim bilan institutda men o'qimadim kerak bo'lsa. Просто o'sha qolgan bazam bilan tugatdim-da. Masalan, Sapromat, Termex, boshqa ya'ni shunga aloqador bir xil, ya'ni oliy matematika, fizika, o'sha boshqa bilimim bo'ldi. Ozgina tortib ketdim-da. Chunki menda baza bor. Muammo emas. Kerak bo'lsa, masalan, pulga ruslar kelardi. Termeximda masalamni yechib berardim, so'qqa qilardim masalan. Ishlab berardim matematikasida, chunki ba'zan borda, olib bera oldim. Keyin xuddi shunaqa, masalan, bu sohaga nima uchun menga yengilroq, osonroq bo'ldi? Chunki soha asosan matematika bilan bog'liq. Faqat disiplina qilib, siz sabr bilan o'rganishingiz kerak, o'sha narsani yaxshilab o'zlashtirishingiz kerak, keyin sizda rezultat bo'ladi. Bu yerda esa odamlar o'qimagan, yo'qda boshlang'ich bilimi. Masalan, ko'chada men ularni nima demayman, lekin sartarosh masalan bu sohani o'rgansa g'alatiroq men uchun-da. Uni sohasi bu shart kerak emas. Masalan, to'g'ri, masalan, investitsiyada bazaviy bilimlarni olib turib, prosta siz aytgandek, prosta tak sartaroshlik qilyapti. Masalan, kuniga 400-500, masalan, $100 ishlayapti yoki $50 ishlayapti. $50, $10 Binance'ga kiradi, hech narsa kerak emas, narxga qaraydi, oladi. Eng to'g'risi shu. Ular qilib, yig'lab boryapti. Unga hech qanaqa texnik analiz, money management kerak emas, grafik analiz kerak emas. Prosta bilish kerak faqat. Moliyaviy ozgina savodxonlik bo'lsa, lekin bu odam men traderman deb atash kerak emas, lekin odam. Men traderman demaydi. Da, tushunyapsiz? U trader emas. Prosta olyapti, sotib nima qilish trader emas. Investor. Da, xudul qilyapti-da, xudul. U narsada muammo yo'q. Liboy odam shug'ullansin u bilan. Lekin trading, asl trading bu boshqa narsa-da. Uning uchun bilim kerak, bo'lib ham
boshida bir yaxshi o'qigan odam bo'lishingiz kerak. Masalan, ko'p treyderlarni просто tarixini ko'ring. Qaysidir institutni, universitetni bitirgan yoki masalan kamida 3 ta 4 ta tilni biladi. U bilan gaplashsangiz o'zida bir gapida ma'no bor-da. Ma'no bor, bir narsa bor, bilim olasizda, masalan. Ma'nolarni hozir ko'rsangiz, aytyapmanmi, maktabda birga o'qiganmi, nechiga o'qigan, ko'chada yurgan, biratan bo'lib yurganlar treyderda, mana biratan sochini bunday qilib yuradi, bunday qiladi, bandasiga emas deb. Ko'p kulamiz shularni. O'shanga o'xshab ular trading o'tishi o'sha kulgilida, o'sha biz juda bir jar yoqasidamiz tradingda harobini chiqaryapmiz deganda. Yo, mana sizda hozir qarang, sizni savdoyingizga kelsak-da. Mana yo'qotishlar bo'ladi hozirgacha endi. Mana siz уже 2 yildan beri stabilni bozordasiz har kun, to'g'rimi? Mana emotsiya bilan qanaqa kurashasiz? Emotsiya baribir любой odamda bo'ladi-yu. Misol uchun yo'qotish bo'ladi, boya aytganingiz, yani 1,5 million 600 ming bo'lib qolsa, yo 700 ming bo'lib qolsa, nimani his qilasiz shunda? Endi biz bunaqaku, endi baribir bizda qadriyat degan, biz musulmonmiz. Endi Allohga iymon keltirganmiz, qadarga iymon keltirganmiz, rizqimizni yozib qo'ygan. Biz sababini qilamiz. Ketadigan narsa bo'lsa ketish kerak. Tushunyapsizmi? Ketish kerak. Men mana shunday qabul qilaman-da u narsani. To'g'ri, men qo'limdan kelgancha harakat qildim, mehnat qildim. O'xshamadimi? Bo'ldi, endi nima? Tan olish kerak, yana dalshi nimadir qilish kerak. Yana to'xtamash kerak, ishlash kerak, davom etish kerak-da. Ya'ni emotsiya любой odamda bo'ladi, emotsiya bo'ladi, boshqa bo'ladi. Harakat qilaman har doim shu narsani o'zimni to'g'rilashga, nima deydi? Har doim emotsiya bilan har kuni kerak bo'lsa kurashaman. Har safar kurashaman boshqa. Ha, endi u narsa faqat sizga bog'liq emas-ku. Misol uchun deylik, investorda puli deylik, misol uchun o'shanday, например, 1 million puli yoki $100 ming puli misol uchun tam $50 ming bo'lib qolsa, u faqat Xudoning yonida emas, unga ham javob berish kerak-ku. U misol uchun rozi bo'lib kirgan bo'lsa ham, xafa bo'ladi, qanaqadir siqiladi, uni ko'rasiz, siz ham o'ylaysiz, biling, mana bunaqa bo'lib qoldi deysiz. Mana shu narsa. U tomonlama aka, boshida o'sha dogovor qilinadiganida hamma risk reward aytiladi-da. Risk darajasi aytiladi. Mana shunaqa qilinadi. Har bitta narsa mana senga ma'lumot aytiladi, boshqa bo'ladi. Shu sababda qiladi, nima deydi? Aytiladi-da u narsani. Nima deydi? O'sha boshida kelishib bo'ladi-da. Ya'ni shunda bizdan masalan duch kelgan odam bilan ishlab ketavermaymiz. Ular bilan kelishiladi, gaplashiladi. Bu narsani riskini, issiq-sovug'ini tushungan, bilgan odamlar bilan ishlanadi. Chunki ular ko'p odamlar kelgan, boshqa qildi, gaplashdik investorlar, ular har xil savollar beradi-da. Xuddi biz masalan oldindan hamma narsani bilamiz, faqat foyda qilish kerak degan tushunchada bor-da. Zarar yo'q, foyda degan narsa. Unaqa odamlardan qochiladi boshqa. Chunki siz aytgandek, mana bunaqangi vaziyatlarda mana shunaqangi vaziyatlarda muammo bo'lmasligi uchun boshida kelishuvda bu ishni nimaligini qisqa tushuntirib suhbat bo'lish kerak-da. Keyin o'sha bunaqada tushuniladi. Chunki foyda yaxshi bo'lyaptimi, olinyaptimi, mana bunaqa minuslarga ham o'sha o'tib ketadi odam. O'tib ketadi-da. Ya'ni qabul qilish kerak-da. Tushunyapsizmi? Masalan, любой ishda ham risk bor. Любой ishda. Shunaqa, albatta. Xohlagan ishingizda bor-da. Masalan, hech qanaqa 100% narsa yo'q-da. Albatta. Hozir tim bo'ldi, hozirgi yilda 90% bizneslar o'xshamayapti, yo'q. To'g'ri, ya'ni sizlarda ham o'sha nima investordan misol uchun investitsiya olishdan oldin uni ham deb psixologiyasini tushuntiriladi, boshqa qilib. U ham deb qarasangiz qanaqadir sizga yoqmasa uni psixologiyasi yo'q, kerak emas unda. Bo'yniga bering aka deb qilmaymiz aka. Yo'q, endi misol uchun ko'ra ishlamagan ham deyman-da. Kelsa ham aytiladi. Mana shu narsaga rozi bo'lsangiz, mana shunaqa bo'ladi, mana shunaqa ish bo'ladi. Natija ham bunaqa bo'ladi, risk shunga yarasha bo'ladi-da. Kelsa keyin
o'shanga qarab dogovorda qilamiz-da. Ha, shunaqa narsa bor. Bir xil odamlarning yordamini ham qabul qilging kelmaydi-yu. Ha, Misol uchun, bilasan qanaqa odamligini. ertaga mazingni qilib, men o'zim katta qilganman sen deyman. Qo'radida keyin Shu qiynalgan payti yordamini ham kerak emas deysiz-da. Shunaqa gap. O'shanga o'xshab gaplashiladi ularda endi. Qilamiz. Tushunarli. Xo'p, mana hozir misol uchun shu sohaga kirmoqchi bo'lgan yoshlarga qanaqa tavsiyangiz bor? Xo'p, bu sohaga kirmoqchi bo'lgan yoshlarga tavsiyam qanaqa tavsiyam bo'lishi mumkin? Yosh bo'ladigan bo'lsa, birinchi aytyapmanmi, bilim olsin. Boshlang'ich bilimlarni olsin. Maktabdagi o'rgatiladigan darslar, universitetdami yoki misol biron bir kasbni yaxshi o'zlashtirsin. Ya'ni prosta maktabni bitirib tradingga kirib ketish, bu maslahat bermayman bu narsaga. Chunki bu pul bilan ishlanadigan narsa. Risk katta, tushunyapsizmi? Ya'ni yosh bola shu pulga boshida aytadi, pulga o'rganadi, boshqa qiladi, u nima deydi? Qanday desam ekanda, tradingga aytyapmanmi, bir 25-30 dan keyin kirilsa yaxshiroq deb o'ylayman-da. Yosh bola masalan maktabni bitirib sirazi mana tradingga kirish unchalik men o'zim yo'qlamayman u narsani. Masalan, ko'p akalar keldi, bolalar 16 yoshar, 17 yoshar, uka shogirdlikka oling, o'rgating dedi. Yo aka, nimaga qiziqadi? IT ga qiziqadi. Bu IT ni o'rgansin. Ko'rsin. Pul topsin, o'zi mehnat qilsin. Mana pulni qanaqa topish qiyin, nima o'rgansin. Keyin bir kasbda olib, bir narsa sohani egallab, bir narsa qilgandan keyin sekin-sekin tradingga kirsin deyman-da. Lekin tradingga kirib kelgan odamlarga aytganimdek, birinchi sohani o'rganish uchun eng kamida 2 yil vaqtini ajratsin. Hech qanaqangi savdo haqida o'ylamasdan, borana 1 yil deylik. O'rganish faqat. Ha, 1 yil. Ya'ni bu 1 yil o'zi kam fursat. 1 yil bu degani ko'p ishlarni yig'ishtirib qo'yib, faqat fokusni shu sohaga qaratib, ertalabdan kechgacha shu soha haqida o'ylash degani 1 yil. O'shanda keyin yana sekin odam yo'lini topadi. 2 oylik, 3 oylik kursni bitirib trader bo'lib ketishda iloji yo'q. 2-3 oylik kursni bitirib yo qaysidir bitta kursni bitirib trader bo'lib ketish iloji yo'q. Bu sohaga aytayapman, mehrni berish kerak, vaqtni berish kerak, umrni berish kerak. Keyin sizga u soha nimadir beradi-da. Hamma soha kabi. Hamma soha kabi. O'shaning uchun shunaqa. Juda yosh bolalarga maslahat bermayman lekin. Juda yosh bolalarga maslahat bermayman bu sohada boshlash. O'sha ota-onalarga ham maslahat beraman. Agar shu sohaga bolalari qiziqadigan bo'lsa, maslahatim uni to'xtatib boshqa bir ba'zi ya'ni bilimlarni avval kuchaytirish kerak. Endi men hozir bilmayman, masalan, institutni bitirganimga ham 7 yilmi, 8 yil bo'ldi. Endi 7 yil deyapman, 5 yil bo'lgan bo'lsa, hozir qanaqa bolalar o'qiyapti, maktabda o'qiyapti bilmayman. Endi bizda o'z esingizga aka, masalan, oddiy institutga kirish uchun biz shunaqa oliy matematikani ham o'qib chiqardik-da, kerak bo'lsa. 2010-yildagi DTMni testlari qanaqa qiyin bo'lardi. Institut programmasiga o'tib ketaydi, shu darajada o'qirdi. Endi hozir o'qishlar oson bo'lib ketdi. Institutga kirish oson bo'lib ketdi. Nimasini to'lovini qilsangiz, diplom olyapsiz, boshqa qilyapsiz-da. Lekin bilim baribir anaqa, nima deydi? U diplom bilan bo'lmaydi. Shuning uchun ham aytayapmanmi, bilim olish kerak-da. Masalan, oddiy birinchi o'sha boshlang'ich bilimlarda matematika, fizika bo'ladimi yoki boshqa sohada bu nimadirni olgandan keyin yoki hatto moliyaviy savod nimasini ko'targandan keyin yoki o'zi qanaqadir mehnat qilib pul topib, pulni topish nimaligini bilgandan keyin bu sohaga qandaydir kirsa, balki to'g'riroq bo'lar deb o'ylayman. Emotsional ham, ruhiy ham tayyor bo'ladi deysiz. Ha, shunaqada, chunki masalan, u har xil xarakterda bo'ladi u bola. Masalan, bilib bilmasdan qanaqadir pulni kirgizib qo'ysa, yamaga tushsa, u otasidan qo'rqadi, onasidan qo'rqar yoki o'zini bir narsa qilib qo'ysa yoki boshqa bo'lsa, unda
ana unaqangi narsa shakllanmagan, boshqa bo'lmagan har xil yomon bo'lishi mumkin. Yoshmurod Yoki mashqa bo'lib ketadi. azart ham ko'p bo'ladi, misol uchun. Azart ham mashqa bo'ladi-da. O'shaning uchun hunar o'rgatish kerak. Bitta, ikkita, uchta yaxshi hunar o'rganib aka mana-da biz endi prosta aytyapman-da, bizda misol nima qilib aytyapman. Maktabda o'qib yurgan paytimiz endi biz bilasizki, bizda paxta degan narsalar bo'lardi. Mehnat qilardik-da baribir. Mehnat qilardik-da endi. Yaxshi yo'q bo'lib ketdi u narsalar. Ishlardik. Unga qo'shilib masalan biz tog'am sholi ekardi-da, sholi ekardi. Yoz keldi degandan jiyanlar shuni 46 ga ketardi. Kanikul o'shda o'tardi bizda. 7 gektar, 10 gektar sholi chek bo'lar. Sholi poyasini ko'rganmiz, sholini. Ertalab soat 6 da sholi mashincha suvda bo'ladi-da. Shu suvga issiq, muzdakkina suvga, shudring tushgan suvga tushib, biz o'toq qilardik, nimadir ishlardik, o'tini o'rardik, tutimiz qilardik. Shu mehnat qilardik, fizический mehnat ishlardik. Masalan, sholni ichida qurtlar bo'lardi, qora qurt, mana shunaqa chaqadigan. Oyoqlarimiz ishib ketardi-da. Jalba qilishga haqqimiz yo'q edi. Jalba qilsak battar ishlatadi. Chunki bizda endi ota-onamiz, ona bilmayman, ayam, akalarim, o'sha onalari ham nimagadir akasi nima desa hech narsa demasdi-da. Ishlating deb berib yuborardi-da bizda. Ishlat derdi. O'zi esimda bor, bobom ko'rsa aytaman. Aya uyda vashya o'sha bir kun ishlab keldik, aya quldek charchadim desam, shu gapim yetib borganda, bobom meni quldek ishlatdi degan gap bo'lib yetib borganda, shu kalta yeganman o'shani oqibatida. Boshqa gapirmayman deyapman-da. Ya'ni men o'sha narsaga rahmat aytaman. Masalan, o'sha mehnat qilganimiz qildik, boshqa bo'ldi. Masalan, sholini o'sha aytibman, boshidan oxir to osh bo'lib kelgunicha protsessida qatnashganman-da, mehnatida. Eng og'ir mehnatda u. Tushunyapsizmi? Endi men sizga aytmoqchi bo'lgan narsam, ana shu ishdan qutulish uchun biz institutga tayyorlandik-da. Shu xolamni o'g'li butun o'sha jiyanlar mashitda qolib ketmasligimiz uchun o'qidik. Tushunyapsizmi? Boshqa motivatsiya yo'q edi bizda. Biz yagona motivatsiya bizga aytardi, institutga kirmasang, sholi ekasan. Yetadi motivatsiya. Qochdikda, alhamdulillah qutuldik-da keyinda. Mana shunaqa bir endi bilmadim, endi hozir mehnat qiladimi yo'qmi, odamlar ishlatish kerak-da xullas. Yaxshi nima bo'lgandan keyin balki fikrim noto'g'ridir, lekin men shu narsadan tarafdorman. Bu meni fikrim. Bu meni fikrim. Sizning haqqingiz bor. Fizический mehnat qilish kerak, qilib shu pulni nimaligini tushungandan keyin bu sohada ishlasa yaxshiroqda. Shu aka, aytmoqchi bo'lgan narsam mana shu sholikor ham bo'ldik-da keyin aka. Katta rahmat, yaxshi suhbat bo'ldi. Ancha gaplashdik. Endi boshida kelishgandik, o'sha oxirida shotlarni ko'rsatasiz deb aytgandim. O'shaning uchun endi kameraga ko'rsatmaydilar, o'zimga ko'rsatadilar, shu o'zim tasdiqlab qo'yaman. Ya'ni nechta son hozir ko'rib aytamiz, o'zim bilaman bratishka. Hozir riskga begodan qarshiladiganlar soni ko'p. Bu hozir prosta оборотda hozir Binance o'zi aniq turibdi. Endi buni kashloylarga bo'lganman-da, boshqa kashloylarda ham qilganman. Bo'ldi, pul bor. Mana 3 ta 4 ta kashloylar turibdi. Shuning uchun. Yo, o'zi to'g'risi, mana shu trading sohasida o'sha boya yana aytganimizdek, mashinalar ko'payib ketgan uchun, har xil даже mana shu podkastlarda, intervyularda ko'rasiz-ku даже. Bilasiz-da uni kimligini u odam. Lekin u chiqib erta umuman boshqa gaplarni gapiradi-yu, misol uchun. Shu narsa bo'lgani uchun sizda o'sha shotingizda borligini ham bilganim uchun ham shu suhbat qilaylik deb o'zim aytdim-da. O'shaning uchun, mana shu odamlar uchun mana shu joyi ham bo'lsin dedim. Ko'rib, ko'rmasdan tasdiqlab olsam noto'g'ri bo'lib qoladi deb o'yladim. Shu ko'rib tasdiqlash kerak edi. Yo, o'sha shunaqa, ya'ni so'z isboti bilan deydi. Yana isbot ko'rmoqchi bo'lgan erinmagan odam kanalda
lista qilib chiqsa ham bo'ladi. Orderlar hammasi Albatta ochiq. shu nimalarni, qilingan. linklarni qo'yamiz, ssilkalarni O'zi siz akkauntingizga. Telegram kanal bor, o'sha Telegram kanalda berilgan. O'zi asli aytyapmanmi, summani qancha bo'lishi ahamiyatga ega emasdi o'zi aslida. O'sha summani siz qancha foizga ko'tara olishingizda. Siz to'g'ri, endi summa ham rol o'ynaydi. O'sha summa kattargan sari psixologiya boshqa narsa qiladi, lekin o'sha asosiy qancha foizga ko'tarishingizda u narsani. Shu aka, rahmat katta suhbatga chaqirganlaringga. Maza qildik, xursand bo'ldik. Xo'p, tanishganimdan xursandman yana. Rahmat aka, xursandman. Rahmat katta. Salomat bo'ling.